bizning qilimiz. Sen uchun ey yurtimiz, fido bo'lsin jinimiz. Qon kechib ham jon berib, oxir bo'ldik ozodlik. Qalbimizda bor bo'lg'achqa e'tiqod imonimiz. Otlarning jonlari o'chmaydi tarix betidan. Nasl qoldi jangovar, biz uning avlodimiz. Chunki jon ham oqdi qon, bo'ldi yovdan el-aman. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istiqbalimiz. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istiqbalimiz. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Jasorat Mundirga xush keldinglar. Mushu bugun bir alayli kun, agar diqqat qilsak, nima deganda Uyg'ur qonuni loyihasi Avam palata va Kengash palatadan o'tgandan keyin 2-islar kuni Nancy Pelosi xonim bu qonunni nimadan Avam palatadan Oqsaroyga yo'lladi. Hamda bizniki hozircha egallagan usullarimizda agar bu Oqsaroyga yo'llanib bu qonun 10 kun ichida prezident imzo qo'yishi kerak. Agar 10 kun ichida imzo qo'ysa tabiiyki qonun g'oylanib ketadi. Agar 10 kun ichida imzo atmasa prezident bu avtomatik holda qonun g'oylanadi. Agar rad qilsa, prezident rad qilsa, buni parlament qayta ko'rib chiqib tasdiqlasa yana qonun g'oylandi deyilgan. Endi bugun naq 10-kuni bo'ldi qarindoshlar. Ya'ni bu Oqsaroyga kirganga bu qonun loyihasiniki. Avam palatasidan parlamentdan chiqib Oqsaroyga kirgan 10-kuni bo'ldi. Qoida bo'yicha, ya'ni boya degandek biz egallagan usullarga asoslanganda bugun agar Mr. Trump, Prezident Trump imzo atmasa, bu tabiiy holda qonun g'oylanib ketadi degan gap. Barliqda Prezident Trumpniki Reuters agentligiga bergan intervyusida deyishcha bu odam men imzo atma debdi. Endi bu yerda bir biz tushunolmay qolgan yo bilmay qolgan bir narsa bormi? Masalan, 10 kun to'g'riliq bu egalgan usulimiz toza to'g'ri emasmi? Va yoki yana bir ehtimollik 10 xizmat kuni deyilgan bo'lsa, masalan, hatto oxiri 4 kunni chiqarib u 14 kun bo'lishi kerak. Ya'ni 2-islardan 14 ni qo'shsak 16-islargacha Prezident Trumpniki vaqti bor degan bir ehtimollik bor. Bu yerda bizga yana bu qarindoshlarimizdan Germaniyadan Abdurrahimjon, Norvegiyadan Alkiroz qarindishimiz bilan bu yerda ko'pchilik bilan birga bir paranglashish, munglashish maqsadida ekranni ochdik. Assalomu alaykum qarindoshlarim, Jasorat Mundirga xush keldinglar. Aleyküm selam. Assalomu alaykum. Boya deganimda qarindoshlarim, hamda bizning egallagan usulimizni men bu usul to'g'rimi xato deb izlandim. Masalan, shu 10 kun to'g'riliq xabarni. Amaliyotda shunday yozilibdi, mayda Amerikaniki parlament orbiti bo'lsin va yoki Amerikaning munosabatda xabarlarda yoki dunyoning har qaysi joylarida tarqalayotgan xabarlarning hammasida shu 10 kun ichida Prezident Trump imzo etish kerak, bo'lmasa avtomatik qonun g'oylandi. Agar rad qilsa, allaqanday qaytib ko'rib chiqadigan yoki bu 10-kuni bo'ldi, biz inakni yuklab qarab o'tag'ili, mana imzo atda, ana imzo atda, bu Turab apandi yomon aldirash bo'lib ketdi yaqinning yog'i. Nima deganda hammamiz ko'rib turibdik, bir qara Nerede bu 20 so'mlik yağın pulni ishlatib qoldi, janiga zamon bo'lib, shuning bilan Amerika to'ntay bo'lib ketib qoldi.
Xitoylar bu yerda chavoq chelyapti-da, Amerikada madaniyat inqilobi boshlandi. Tazma avjosi bu inqilob deb Xitoylar tomosha ko'ryapti, ammo prezident Trumpning beshiga o't yandida. Bu odam endi beshiga bir cho'ng pishtirildi desak bo'ladi, bak aldirash bo'lib ketdi bu odam. Shunlashqa endi shu ishlarni biz quturamaymiz, shu 10 kunning ishini unutib qoldimi bu odam? Unutib qolsa-ku mayli-ku, unutib qolsa yana avtomatik holda qonun aynib ketadi. Ammo Reuters agentligiga deganda men imzo ataman deb aniq ifoda bildiribdi bu odam. Demakki, bugun oxirgi kunida yoki biz bu programma qilayotgan chog'da qalamini maylab o'tiramda hozir imzo ataman deb uni bilmadik. Har holda mening farzimda Prezident Trump %99% imzo atadi. Nima deganda, biz qonun loyihalarini ko'rdik qarindoshlar. Masalan, shu Tibetniki bir qonuni hozirmi qonun qotidi, oxiri chiqqani yo'q. Oshlarniki mu masalan 300 necha odam qo'llab 20 nechadan qarshi chiqib tasdiqlanib tikanda u nimada, Avom palatasida. Ammo biznikiga qarasak, bu senatda, kengash palatasida 100%, ya'ni bir odam qarshi chiqmadi. Avom palatada 413 ta 1, ya'ni 99% ovoz. Hamsi mutlaq ko'p sondagi odam, hamsi to'liq desak ham bo'ladi, qo'lladi degan mushtaq bir qonunni prezident Trumpning oldiga akasa, prezident Trump shunchalik odamning irodasiga qarshilik qilib, men tasdiqlamayman deydigan bir holi yo'q hozirgi holatda. Ya'ni albatta. Mayli bu irodasi qanday bo'lsin, qat'iy nazar hozirgi vaziyat Turab apandiga toza qulay kelmayapti-ku. Chunki bu yil saylamchili, prezident saylamchili. Biden degani demokratlarniki nimasi hozirgi pollarda ray sanashlarga qaraganda uninki hozir Trumpning oldidagi ovoz erishgan nisbati 50%dan eshibdi. Demakki, bundoq bir holatda Trumpniki har tarafniki o'zini qo'llashiga ehtiyoj bor bir mezgilda. Bayman degandek shunchalik parlament a'zolari imzo qo'yib 99% ovoz bilan kelgan narsaga yo'q deyish bir ehtimoli yo'q mencha. Shunlashqa bo'lgan qarindoshlarim, shunga bu qonun tasdiqlandi deb turib, o'zimizning tasavvurini o'tirib qo'yib boqamiz. Agar tasdiqlandi, bu qonun yo'lga qo'yildi deb turib, o'zimizga savol qo'yib, bu qonun yo'lga qo'yilgandan keyin qanday ishlar bo'ladi degan mush masala ustida o'zimizning tasavvurlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashsak. Hamda buningda oldindan so'raydiganim qarindoshlar, bu qonun tasdiqlandi. Tasdiqlangandan keyin o qonunning mazmunida deyishcha prezident Trump 180 kun ichida bir tizimlik hazırlash kerak. Ya'ni mushu Uyg'urlarni mush qadar ig'ir dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarining ismlari kirgizilgan bir tizimlik hazırlab parlamentga yo'llash kerak. Ya'ni mundaq odamlar jazolanish kerak degan bir loyihani parlamentga yo'llaydi ekan. Yo'llagandan keyin parlament tasdiqlagandan keyin shu listadagi shu Xitoy amaldorlari jazolanadi ekan. Bu jazolanishning konkret usullari hamda o qonun loyihasida yozilishicha ularning Amerikadagi besatlarni to'g'ritish, ularning Amerikaga kirishini cheklash, urug' tuqqanlarniki mo kirishini cheklash. Undan boshqa bular munosabatli bo'lgan odamlarni cheklash, foyda manfaat masalan shirkatlari bilimlari ashlarni cheklash, jazolash degandek mazmunlar bor ekanda. Undaq bo'lsa, sizlardan so'raydiganlarim, oldindan so'raydiganim qarindoshlarim. Şu prezident Trump shu listani qo'yib, bu qonunni amallashtirgandan keyin, yo'l qo'ygandan keyin albatta biz bütün Uyg'urlar, bütün diqqatimiz bilan bu qonunning ijro qilinishi qarab turyapmiz. Bu qonunning ijro qilinmayotganligi ham uning natijasining qanday bo'lganligini biz qanday his qilamiz? Bu vaqtda o'zingizlarning tasavvurini bir deb boqam bo'lsanglar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, assalomu alaykum. Jasorat munbiridagi fikrdosh og'aynilar. Endi bütün dünyadaki Uyg'urlarningki ko'zi shu qonunda bu hozir qilan masala emas, 2018-yili Salih Xudoyorning o'zi shundaq 2009-yili shundaq bir qonun
loyihasi o'ttirib qo'yilgan ekan, yo'qolib ketgan ekan deb mushu gapni o'ttirib chiqargan oyog'i 2 yildan eshib qoldi. Bütün Uyg'urlarning ko'z qo'lida shu Amerikaningki Uyg'ur inson haqlari qonuni masalasida bo'lib qoldi. Xeyli yaxshi. Bu o'tgan yilning oxirlaridan boshlab hozirgacha yarim yildan ortiqroq vaqtda bütün diqqatimiz shu ishga markazlashdi. Avam palata, Kengash palata, senator degan yerdan o'tib, hozir endi eng oxirgi lentin kesidigan yeriga kelib, diqqatimiz tixim markazlashganda hozir soat minutlarni sanab bu vaqtning o'tmayotgani. Shundaq qiyin bu vaqt o'tmay ichimiz tildab ketayotgan shundaq hayajon ham turgan chog'da bu zangininki o'limlar chiqib degan Amerikaning o'zi yomon qalayimpan bo'lib ketdi. Endi bu Amerikaning o'zi men hozirgi savoldan burun muqaddimasini hozirroq men bir fikr kelib qoldi, ya'ni gap qo'shqim kelib qoldi. Amerikaning o'zi namoyishlar bilan undaq umumiy millionlab namoyish qilib, shtatlarning ichida ba'zi shaharlarda qo'zg'alib, o'rchoq bo'lib ketganlikdan ta'virnib qoldigan Yevropadagi ba'zi ojiz davlatlarga o'xshamaydi. O'ttir sharqdagi Arab bahori, Turk bahori degan baharlarga o'xshamaydi. Amerika bu qurilishdan burun 100 yillab ichki urush qilib, shu urushda yengib tajribani egallab chiqib qurilgan bir davlat bo'ladi. Buni mukammal ol ustiga qurilgan bir davlat. Bunday aytilgan chog'da Amerikada ama Yevropadagi o'xshash 6 partiya, 60 partiya raqobat qilgan bir davlat emas, qali yaxshi ikkili partiya o'ng qo'l so'l qo'l arasida alg'avaga qilib bo'lgan bir davlat. Onun bilan bunday aytgan chog'da Amerikada bo'layotgan bir qarvoyninki majrosi bilan o'rchoq bilan bir qancha shtatlarning ichida qalayimqanchilik bilan bir Amerikaning prezidentining kallasi qiyib ketgan undaq ish bo'lmaydi deb qarayman. Endi biz uni jiq ansirash bo'ldi, shu ijtimoiy uchur vositalarida aytdim. Jitimning og'zi ochiqdaysa, buni qanab deganga o'xshash. Mana Qarvoy Zangining o'limi bilan endi bizning qonun to'xtab qoladimi deydigan ansirashlar bo'lib ketdi. Bu guruhliq. Biz shunda bo'lsa, bizning bir ishimiz o'tirib chiqmoqchi bo'lsalar, yandan bir narsa chiqdi. 2009-yili qonun ma'qullashmoqchi bo'lsa, u yo'qolib ketdi. Ondan keyin 2019-yilda bu qonunni loyihalab chiqarsa, ayrikan bo'pti, mayri xato bo'ldi deb, Avam palata, Kengash palataning orasida yo'l menga yurib, endi jutib ketami deb shundaq ansirdik, jutib ketmadi xeyli yaxshi. Sen deganga o'xshash 100%lik ovoz bilan bu endi qonun oxirgi nuqtaga kelib qoldi. Endi buni haligi Amerikadagi qalayimqanchilik munosabati bilan Trump'ningki kallasi yomon tushib, endi kallasi qitib bu imzo qo'yg'ili vaqt yetmay qolarmi, imzo qo'ymay qolarmi deb endi siqilishning o'rni bor. Men aytgan chog'da Amerikaningki o'zining kuch quvvatiga nisbatan o'zining salmoq bir ahvoliga nisbatan aytgan chog'da bu cho'ng ish emas. Bu Amerikadagi qalayimqanchilik. 66-yilda Vyetnam urushidan qaytib chiqqan chog'dagi umumiy Amerikaga qarshiliklarimi? Amerika iskiga ta'virni ketmay, yana tashqi siyosatni mukammal etmagan bir davlat. O chog'da Amerikaning kuchli raqobatchisi Sovet ittifoqi bor, nihoyat og'ir darajada atom urush qo'zg'ayman deb tahdid qilib turgan. Shundaq bir vaziyatda Amerikaning o'zi tashqi siyosatda ta'virni qolmagan. Endi ichki siyosatga kelsak, ichki siyosatning o'zidami elqidek birli bo'ron chaqqullari bilan hokimiyatni og'dirib, u davlatning boshliqlarini urib o'ltiradigan loyiha qilmagan ekan Amerika. Shunga bu qalayimqanchiliklar bilan mashg'ul bo'lib ketib, kallasi bearam bo'lib ketib, bizning bu qonunga imzo atmay qolarmi deb mundaq andish qilib ketmasak bo'ladi. Men yuragim to'xtatayli deb aytaman. Endi bu nimasiga kechikib ketganda, endi bu 10 kun bo'lib ketdi yoki 2 kun hisoblaganda sen degandek yana bir qancha kun bor degan gap. To'g'risi endi bunda 2 kun hisoblandi-ku, masalan, bir hafta degan chog'da 5 kun hisoblaydi. G'arb davlatlarda bizdek 7 kun deb sanalmaydi. Bir hafta degandan keyin 2 kun, 5 kun. Unda hisoblab agar 10 kunlik
sürük degan chaqda 2 kunni hisoblasa darvaqa, yana bir qancha kun bor degan gap. Agar kunma-kun shu Uyg'urcha hisoblaydi Amerika degan bo'lsa, endi 10 kun to'shdi degan gap. Mayli imzo qo'ysin, mayli imzo qo'ymasin, sürük to'shdi. Bu qonun kuchga ega desak, endi Trumpning o'zi imzo qo'yman debdi degan bu uchur tarqaldi xabar. Buni qaragancha baq qo'shildik. Agar o'z qo'llar imzo qo'yib olsa, Xitoyga bak eg'ir zarba bo'lib ketadi. Ya. Endi azroq bir yo'l chiqib qo'yib, bu odam yomon so'digan odam bo'lgandikinchi, men o'z qo'lim bilan imzo qo'ymadim Xitoy. Endi bu yerga sürük to'shib ketib, Amerikaning qonuni bo'yicha bu qonun kuchga yo'q ketdi deb mandaq bir bo'shliq paydo qilib, Xitoy bilan ma'lum bir munosabat yo'chig'ini qoldirib qo'yish uchun balkim asta bu yoq bu yoqqa qarab yurib namoyish ketib qoldi, buni endi boshqa qilib bana bilan mashg'ul bo'lib ketib qolganning aromi yo'q. Faqat bu ham sürük to'shib ketib qonun bo'yicha bu tasdiqlanib ketib qoldi Xitoy, qopma. Deb, onda bir diplomatiya qo'llanishi uchun vaqtni so'zgan bo'lishi mumkin. Hammasi ehtimol ish. Bu bir men aytganda, suhbatniki muqaddimasiga qarata, sizniki muqaddima so'ziga qarata, endi buni o'zimniki hisiyotimni ehtimollarni o'tirib qo'ydim. Endi men savolning o'ziga kelsak endi. Bu qonun kuchga ega bo'ldi deylik. Bu qonunning ichidagi Xitoy amaldorlari jazolanish tegishli bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolaganligi bo'ldi deylik. Jazolamadimi? Agar jazolagan bo'lsa, qanday natija qanday bo'ldi degan biz neden bilmaymiz. Degan chaqda Amerikaning o'zi munda aytgan chaqda hozirgacha, ya'ni 2005-yili Rabbiya xonimni turmadan chiqdi deylik, shuni bir nuqta qilib turaylik. Onun ilgirisindeki işlerini yanında vay Amerika andaq deptike, mandaq deptike desek mi? Yılqı bir taşı, amma adam dünyada hem Uygurlar bilgidek bir çoğun bir noktalar görünmeyendikken kim bile andaq kıyğallığını mı? Gazipek, yılqı işen çıkıp gitmesek mi? Ama Rabia Qadir Xanım'ın türmeden açıkkan vaktini etken çağda Amerika'nın özü resmi Uygurlarga hatta bir iş kısa uçuk aşkar kıldığallığını köydük. Ama 2005-yıldan hazırca 15 yıl içinde Amerika hükümeti şu Washington etrafındaki Uygurlar bilen münasebet katallığını köydük hazırca. Ama şu kongreske guvalık ötkesimi naydı alsanda bir iki adamlarını başka yerlerden apırıp guvalık katnaştırısımı asaslık guvalıkı hatta Amerika'nın ki özüm akbarat idaresi olan Erkin Asya radyosu şeylerin hizmetlerini guvalıkta ötkazdı. Magin kanuni mezgillerde muşuk etmekte kanunun içinde məxsus Erkin Asya radyosu işleydiğen Amerika vatandaşlarının hizmet xadimlarının ailesiga zulüm saldı degandek nimalar bor? Mushu qonunning ichida tarmoqlar bor. Shundaqa. Ya'ni demak, birinchi Amerika fuqarolarini qo'g'digan asosda Amerika fuqarolarininki Amerikada bexatar turishiga Xitoyning maxfiy tahdid silishiga qarshi turish nuqtasida andikin bu Amerikada yashayotgan Amerika davlat fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarning va xizmatchi xodimlarning vatandagi urug' tuqqanlarga Xitoyning zulm selayotganligini asos qilgan mundaq bir narsa gavdalanyapti bu qonunchi. Bu shu tarafdan olgan chig'imizda bu Amerika Uyg'ur deb Uyg'urning ishini ham bilan butun dunyodagi Uyg'urlar bilan maxsus Uyg'urlarning dernekçilerinin vekillerini yig'ib apirib ish qurilma asti qurilmaning rahbarlarini yig'ib apirib gaplashmay, shu o'zininki atrofidagi Oqsaroyning oldi keyindagi Uyg'urlar bilan boshqalar bilan munosabat qildigan o'xshaydi deydigan tushunchaga kelib qoldim men. Ashta kelib qoldim. Endi o'sha tushuncham bunga kelib qolgan bo'yicha aytgan chaqda qonunning ijro qilinmaganligi, natijasini qanday bo'lganligini Oqsaroyning atrofidagi Uyg'urlar bildi degan tushuncha kelib qoldi. Xullas. Rahmat olsun. Savolda yana gaplashamiz. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi vatan suygan Uyg'ur qarindoshlar ham Uyg'ur tilida so'zlaydigan barliq vatandoshlarim, sizlar bilan yana bir qator ekran yuzida ko'rishganimdan xushalman.
Endi sualınki bayatınki Trump efendimning imza etiş 10 gün içi meselesi kelgan vaqtida men buni qo'shimcha qilay, men endi o'zimning pozitsiyasimni bildiray deb o'ylayaptim. Haqiqatan nurg'un vatandoshlarimiz bilan hammamizningki diqqati mushu qonunda qoldi endi. Yuqori qismini Abdurimjon ta'kidlab o'tdi endi u. Bu 10 kun ichida degan masalami endi men aqlga muvofiq masalani shu Jasorat Baysili degandek 10 xizmat kuni deganni mana to'g'ri topmandi. Endi mishqa desa Hong Kongninki inson huquq qonuni ma'qullangan vaqtida mening esimda qilishicha 2 haftaning ichida imzo atdi degandek bir xabarlarni ko'rgandek yodimda bor. Hemen şunda deb qarayman, ammo men bu yuqori qarindoshlarimizga o'xshash millatimiz, xalqimiz buni ko'nglini to'xtatish kerak. Albatta men Reutersning bergan xabariga ishonchlik deb qarayman. Chunki Amerikadagi mayli ichki masalalar bo'lsin va yoki boshqa masalalar bo'lsin, ammo Donald Trumpningki o'zining bunga nisbatan ifodasini bildirganligi endi medialarda turdi. Chiqqandan keyin bunga meningcha imzo otadiganligi bu yerda turdi endi. O ifodasi muhim, ammo bizga eng kerakli bo'lgani bu yerdan qarindoshlarimiz degandek 99% shu yuqori ovoz bilan o'tishi bizning buniki chuqur o'tidi. Trump efendimning ifodasining bildirishi, demak xalqimiz, millatimiz qonun masalasiga kelgan chaqda biz o'zimizningki ko'nglini buningga chuqur ijroat bo'ladi deganni biz to'xtatsak bo'ladi deb o'ylayman endi. Endi bu qonunninki ijro qilinmaganligini qanday bilamiz degan masalasi kelgan vaqtida meniki ko'z qarashim sal farqliroq bu yerga kelgan chaqda. Endi nimishqa desa haqiqatan degandek shu 2015-yilga qadar bo'lgan chaqda Abdurimjon shu hozir tushuntirib, yaxshi tushuntirib o'tib ketdi. Bu jarayongacha bo'lgan holatda degandek Amerika xalqi, Amerika hukumati degandek Oqsaroyning atrofidagi ko'p insonlar bilan yuzlashdi, shular bilan fikrlashdi. Zaten o'zining uchiq fikrlarini yoki biz siyosatga bakcha qiziqmadikmi, yoki ular to'liq echvatmadimi, zaten hammamiz shunday bir tengir qash ichida qonunimizni yutirib qo'ydik desak bo'ladi endi. Endi men bu masalaga kelgan vaqtida, ayni vaqtida bu Barack Obama hukmronlik qilayotgan davr 2015, ya'ni 2016-yilgacha, endi 2016-yil kelgan chog'da hozir masalan Trump efendimninki, Steve Bannonning shu ilgirki prezidentlardan qattiq ranjiganlarni, sen Amerikani Xitoyga setib etding degan yerlarni, masalan Wall Street'dan ranjigan yerlarni hisoblab kelsam, endi bu demakki ayni vaqtidagi Obama davridagi hokimiyat Xitoylar bilan biz gazetlarda ko'ribdim endi. Mana Norvegiya gazetlarini o'qisak, Amerika bilan Xitoy siyosiy jihatlarda raqibdosh, ammo iqtisodiyat ahudi degan gapni bakchiq ko'ribdim men. Bu nima gapdi desak, shu masalan bizning qonun masalasida kelgan chaqda o'zining atrofidagi yumshoq qadamni izlab tepib, vaqt kelib qolsa shunday jutab ketgan masalalar Uyg'urlardan tashamga chiqmasa, Amerika amaldorlaridan uni so'yilmaydigan, shunday darajada endi Xitoyga yo'l qo'yadigan bir siyosatlari bo'lgan ekan bularniki. Bu endi rostliq turdi endi. Ammo 2016-yilda Trump efendim Cumhuriyetçiler Partisi taxtga chiqqandan keyin bu Xitoyning haqiqiy xatirini to'nib yetdi bular. Millatga tushandi. Endi 2018-yili masalan Trump efendim BDT'da so'zlagan so'zda bu yerda haqiqatan terrorizmdan g'alaba qolganligi, yo'linishning kommunizmga qarta o'zgarganlik ifodasini bildirgan. Bu siyosiy vaziyatni asta-asta tahlil qilib kelsak, masalan Venesueladagi siyosiy hokimiyatning og'dirilib ketishi, Xitoy bilan bo'lgan so'z munosabat, har turli munosabatlar zada bir keskinlashayotgan ahvollarni ko'ryapmiz hozir. Demak, hozir keskinlish bir yerga keldi desak bo'ldi. Ham mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtning o'zida menimcha hozirgi Trump hokimiyatining tutayotganda nayti ilgirki medialarning ko'pinchilari, masalan CNN deydi, cho'ng medialarning hammasi bu ilgirki globalizmchilar xizmat qiladigan organlar ekan hamda bular. Bayatın Jasorat efendim degandek, masalan Bidenning tarafdorlari yuqori ovoz degan,
Trump efendimning ovoz bergichi ozgan degan gaplarni sirtdan o'qisak, ashundaq ishlarni ba'zi yerlarni propaganda qildi ekan hamdi. Har turli xato uchurlarni berdigan ish bor ekan. Zaten Trump efendimning taxtga chiqqandan beri zaten shu mediadagi yolg'onchilikdan jidil tugimidan bu odamniki. Shuning uchun mediada taqatuq gapni jiqqinmay o'zini shu paket qildi, Twitterni jiq qo'llandi ekan. Ham demoqchi o'g'lim nima desa, Trump hokimiyati taxtga chiqqandan keyin xalq bilan bevosita yuzlashyapti. Masalan, uning ergishadigan odam 60 million, 70 millionga chiqqan inson bor. Hozir ham Uyg'urlarni hisob qilib, boshqa dunyo hisob qilgan vaqtida nihoyat ko'p odam bor endi. Qandaq ijro bo'ldi, qandaq ijro bo'lmadi degan masala kelgan vaqtida, menimcha bo'lgan vaqtida hozirgi Trump hokimiyati ilgirkilarga o'xshash, Obama davridagi o'xshash yangi ichida bejarib o'tadigan andaq ishlarga menimcha bo'lgan chog'da hozir bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu sababdan uchur ma'lumotlar bir yerdan bo'lmasa bir yerlardan xalqning teshig'iga, ya'ni bir yerdan chiqadi deb o'ylayman. Shu chiqqan uchurlarga asosan nimaning ijro qilinayotganligi, nimaning ijro qilmayotganligini biz hamda siyosatga bir sezgirlik bilan qarasak, xuddi millatimizning hozir siyosiy saviyasi nihoyat yaxshi o'sdi dedik. Masalan, menda nihoyat ko'p insonlar so'raydi, "Voy, etibdi deydi, otmabdi deydi" degandan keyin yo'q, biz pozitsiyasini bildirdi, texib otmadi, otgan xabarlarni bizim bayqamadik deb turyapmiz endi. Shunday bo'lgandan keyin endi ma'lum ma'noda aytgan vaqtida ba'zi yerlardan biz bu uchurlarga erishib bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xudoyim saqla endi. Mening oxirdagi tushuncham yana Obama davriga o'xshash Oqsaroyning atrofidagi yana burungi odamlar bilan menimcha undaq qilmas deb o'ylayman. Bu mening tushuncham. Endi yana birisi qonunnikida masalan ijro qilingan, ijro qilinmaganligi degan oshqishliq savolga kelsak, buning ichida mening qolgan taraflarni bakchiq bilolmasligimiz mumkin. Ammo bu yerda mening eng jiq diqqatimni tortgan narsa Chenchuanguni magistri qonun bo'yicha jazolash degan gap bor ma'noda-ku. Menimcha bu kichik xabar bo'lmaydi. Kichik xabar bo'lmaydi. Masalan, haqiqatan jazolash bosqichi o'tgan bo'lsa, chuqum Chenchuangning pulini to'xtadi. Chuqum aniqki buni tutish buyrug'idagi buyruqlar chiqardi, endi chiqarish kerak. Tashqi davlatlarga chiqsa, masalan tutadigan, masalan ayni vaqtida Sudanningki irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullangan rahbari Al-Bashirni ashunda qilganchu, endi men buni selishtirdim, millatimiz bilan biz bu o'rtaq o'g'inish. Şumu masalan ayni vaqtda Turkiyadagi ma'lum bir yig'inga borgan vaqtning o'zida mediada nihoyat cho'q g'ulg'ul qo'zg'ab ketgan. Endi shunday ehtimollik bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lgan vaqtning o'zida masalan viza cheklamasi, tashqi davlatga chiqsa uniki sayohat cheklamasi, boshqa davlatlarga chiqsa masalan tutish buyruq o'xshash buyruqlar chiqadi deb o'ylayman. Andaq bu cho'ngroq bir ishlar, mush ishlar mediada azroq alaydan ko'p diqqatni tortadigan to'xtab qolsa, bu nuqtalardan biz bir alomatlarni bilalaymiz deb o'ylayman. To'g'ri. Ham bu qonuni Amerikaning qonuni degan gap bu. Bizning Uyg'urlarning qonuni emas, bu Amerikaning qonuni. Lekin u ikki parlamentdan o'tib prezident imzo etib qonunlash degan gap Amerikaning qonuniga kirgizildi. Buni ijro qilish shu Amerika hukumatiningki majburiyati degan gap. Masalan, deylik bu o imzo etilgandan keyin, qonunlashgandan keyin bayman deb o'tganda prezidentga bir vazifa keldi ekan. 180 kun ichida shu jazolangan Xitoy amaldorlarining tizimligini parlamentga yo'llash kerakka, uni yo'llashga maqsad parlament shuni ijro qilish kerak degan gap. Shu amaldorlarni jazolash kerak degan gap. Bu qonunlashgandan keyin bu qilmisi bo'lmaydigan bir ish. Masalan, deylik Hong Kongningki qonuni biznikidan burun chiqqandi. O'tgan yil 11-oyladimi bu tasdiqlanib bo'lgan narsa. Uni bir listini masalan ochiq oshkor e'lon qilganda shaxsan men ko'rmadim. Ammo bu gap hozir deyilyapti masalan. Bu yerda endi qanday deyilyapti deganda men bir narsani ko'rsatib o'tay. Bu yerda Amerika Republican Party, ya'ni Cumhuriyetçiler Partiyasininki nurg'un a'zolari shu bir turkum Xitoy amaldorlarini jazolash haqida bir loyiha o'tirib qo'yibdi. Buningda kimlar kirgizilibdi desanglar, Shilin yenidagi shu 7 chang'oy deydi-ku doimo a'zosi. Ashning ichidagi ikkisini tilg'abdi. Kim u deganda, birisi mamlakatlik siyosiy kengashning raisi Wang Yang degan Xitoy. Bu Xitoydagi 7 cho'ng amaldorning birisi.
Yana birisi Xanjing'u deymi, qani shana Xanjing, ha. Xanjing degani shu 7 Changmay'niki birisi. O o'zinglar bilasizlar bu Xitoyni shu 7 Xitoy boshqardi, Xitoy davlatini. 7 Changmay boshqardi. Shuning ichidagi ikkisini tilg'apti. Birisi mamlakatlik siyosiy kengashniki raisi bo'lgan Wang Yang degani bu Xitoyda ajoyib 3-chi yoki 4-chi o'rinda turadigan cho'ng bir amaldor Xitoy bu. Xanjing degani bu Xitoyniki yaqin sabdoshlaridan birisi, ham bu 7 doimiy komitet a'zosiniki birisi. Mushulardan qo'shib, uning oxirida bu xabarda yana qo'shib qo'ygani, Hong Kongda yangi qonun qo'llanmoqchi bo'lganlar, Hong Kongga Xitoyga o'xshashli bir qonun belgilab, davlat bexatarligi degan nomda. Ashunga mas'ul bo'lgan masalan Hong Kong ishxonasi deb ishxonasi bor Xitoy hukumatiniki. Shuning boshlig'i, bu o'lka darajali Xitoy. Ashu Xitoy anandan keyin Mao nima deydi, yana the reports politik Xiaobolong deydi. Xiaobolong degan Xitoy, Hong Kong Macao ishlariga mas'ul Li Huining degan Xitoy, anandagi Hong Kong Legion Office, yana Hong Kong offisiniki boshlig'i. Onundan qo'shib yana atalmış Uyg'ur avtonom rayoniniki bosh sekretari Chen Chuango, anandagi Tibetniki bosh sekretari Wu Yingzhe deydi. Mushlarning hammani bir tizimga kirgizib, Mao Republican Party Cumhuriyetçiler Partisi'niki bir loyihasi sunib o'tibdi. Ya'ni Hong Kong qonuni bekitilgandan keyin agar mushu tizimdagi baytilga elinganlar jazolansa, masalan ularniki chet eldagi iqtisodini, mablag'ini, bisotini to'ng'itish, viza bermaslik, oila bisotlarini kirgizmaslik degandeklar qilsa, Xitoyda ishonimanki atom bombasi etilgandek yataveradi. Nimishqa deganda o'tganda bir misol bo'lgan buniki. O'tgan 2 yilning oldida deyman. Bir Ironga qurol yarog' eksport qilishni cheklaganda Amerika buning munosabat ko'paygan Xitoydagi davlat mudofaa ministri qurol yarog' bo'limi aytadi, bir bo'limniki muavin boshlig'i Li Shangfu degan bir Xitoy uning amal qilmay bir turkum qurolni Ironga eksport qilgan. Shu chog'da Amerika hukumati bu Li Shangfuning ismini atab turib, uniki Amerikadagi bisotini to'ng'itish, uning viza bermaslik, vizasini atkaz qilish, urug' tuqqanlarni kirgizmaslik, shu ishlarni tilga olganda Xitoy hukumatining bayonotchisi aytishga so'zildi. Amerika Xitoyning ichki ishlariga qattiq aralashdi, biz qattiq noroziligimizni bildirmaymiz degan bir qurolliq bo'limning muavin boshlig'iga Xitoy hukumati chiqib sakrab ketgandi. Nima deganda Xitoy hukumati ag'inaslar bilsizlar, bular bir qora guruh, mafiya. Bu mafiyani qanday boshqaradi deganda shu ag'inlar, bir to'p ag'inlar o'zaro boshqaradi-da, manfaat uchun. Agar u xalqini, Xitoy xalqini qirib 1 million, 10 million qirib ketsa xiyol kirmaydi, ammo mafiya guruhining ichidagi birsiniki manfaatiga bevosita ta'sir etsa, Xitoy aksi sakrab qopadi. Hamda qopab, bir qurolliq bo'limning muavin boshlig'i nada qoldi? Shi Jinpingning yenidagi 6 Tegirmanniki jon jigar ag'inasining ikkisini manga kirgizibdi. Ham Hong Kongningki, Hong Kong ishlari ishxonasining boshlig'i o'lka darajalik boshliq uni kirgizib, anandagi bizning vatanda qonishayotgan Chen degan Xitoy, Tibetni boshqarayotgan Xitoylarni kirgizib, buning hammasini jazolasa, Xitoyda 10 atom bombasi portlagandek yetaveradi. Bu aniq. Demakki, agar bu qonun ijro qilinsa, uning ta'siri shu qadar kuchli bo'ladiki, Xitoyda haqiqiy yetaveradi. Undaq bo'lsa, bizning qonunimiz qonunlashdi, Uyg'ur qonuni. Endi bu Uyg'ur qonuni qandaqdir boya ag'inatliga olib o'tgandek Amerikadagi bir necha Uyg'urning beshiga kelgan datalam uchun tuzib chiqilgan qonun emas bu. Vatandagi 30 million Uyg'urningki, Qozoqningki, shu Sharq Turkistonning yerlik xalqlarining beshiga qilayotgan kulfatlarga qarata, o'sha o'lib qirilib jon bergan qarindoshlarimizning nidolari sababidan o'tirg'i chiqqan bir qonun bu. Undaq ekan, mushundaq bir muhim qonun Amerikada ijro qilinayotgan chog'da
bu qonunning asli egalari bo'lgan Uyg'urlar, Qozoqlar va boshqalar bu qonunning oqida turishi kerak. Bu vaqtda biz o'tganlardan deyishgan. Agar bu qonunni o'tkazib qo'ydik deblar, biz ishimizni qilsak, berib kavopimizni satsak, bu yana bo'shab ketadi, uning natijasi yaxshi bo'lmaydi. Biz cho'qim bu qonunning oqida tik turishimiz kerak, surishti qilishimiz kerak. Bu qanday bo'layotdi? Uniki ijro qilish ahvolini kuzatishimiz kerak. Ham Amerika bilan doimli dialogda bo'lib, uni nazorat qilishimiz kerak degan gapni qilgandik. Xo'sh, unda qolsa bu qonun o'tdi, qonunlashdi. Hamda bu surishti qilish ishini, uningga ergishib, uning Amerika bilan dialog qurish ishini hozir bir patmon tashkilotlarimiz bor. Kim qiladi bu ishni? Va yoki bu tashkilotlarimizning ahvoli abjaq bo'lgandan keyin shu bishig'dat kelgan hozirga o'xshash mushularga isbot berayotgan, guvohlik berayotgan, dard to'kib yig'layotgan har bir Uyg'ur o'z oldiga Amerika hukumati bilan bevosita aloqa qilib, bu qonunning ijro qilish ahvolini surishti qilish kerakmi? Kim surishti qiladi ya'ni? Endi shu biz bu vaqtda oldin qaytdimki, shu qonun to'g'riliq suhbatdimi, jiq deyishdik, buning oqisida Uyg'urlar turishi kerak deb. Nusqa deganda Tibet to'g'riliqmi nurg'ulon qonunlar ma'qullandi. Ma'qullandi, ammo Tibetning ichida o'zgarish bo'lmadi asosliq. Ya'ni jiq o'zgarishlar bo'lib ketmadi. Yana rahiblar o't yoqib o'zi ko'ydiryapti, yana cheklab shu rahiblarni yana so'layapti. Bizning vataniga o'xshash bunda umumiy lagerga solab qo'shmoq tuqqan paydo qilish ham ishini o necha yil burun Tibetda yurgizib bo'lgan ishga, Tibetda amaliyalashtirib tajribani o'tgandan keyin bizning vatanga ijro qildik ham shu hozirgi Abnur rayonidagi sekretar Xitoyning o'zi shu Tibet sekretar bo'lgan chog'da shuni ijro qildik. Ammo Tibetning o'zi shu vaqtning o'zida xilichi qonunlar ma'qullanib bo'lgan-ki. Tibetninki chet eldagi faoliyatchilari buning oqisida qanchalik tura oladi, nima surishti qila oladi. Buni yana oldin qaytib bir suhbat aytganga o'xshash Tibetliklar besim qilishni xohlamaydi. Doim yug'ashlik bilan, yumshoqlik bilan yaxshi sipoya diplomatiya bilan sabr qilish orqali bu ishni ishga oshiraylik, amalga oshiraylik. Hech bo'lmasa Xitoyda cho'ng amaldorlar, zalim amaldorlar almishib ketgandan keyin yaxshi amaldorlar kelib qolsa, ishlarimiz besimsiz, zo'ravonliksiz, zo'rliksiz hal etish mumkin deb, shunday bir sabrchanlik bilan kutib ketgan bo'lishi mumkin. Tibetga qatan nurg'un qonun ma'qullaganligini anladik, burun ma'qullangan. Yana o'tgan yil bizning qonunimizni loyihalayotgan chog'da men bir qonunni ma'qulladi. Tibetga kirib chiqish, sayohat erkinligini ochib o'tish, Tibetga diniy erkinlikni ochib o'tish, Tibetga Yevropada, mesela Germaniyaning o'zidami 30 ming dona rahib bor, ya'ni German rahiblari bor deb biz 10 necha yil avval anglaydik uni. Tibetdan kelgan Tibetlik rahiblar emas, German rahiblar. Endi Amerikada bor, butun Yevropa davlatlarida bor, Hindistonda bor, Tibetga erib ibodat qiladigan, cho'qinadigan, tavob qiladigan rahiblar balkim 100 minglagan, qancha 100 minglagan rahiblar bo'lishi mumkin. Bularning kirib chiqish erkinligini aytib o'tish kerak. Ammo Xitoy hozircha hech qanday bir narsa ochmadi. Endi bu qonun mayli Tibetga ma'qullangan qonun bo'lsin, mayli Uyg'ur ma'qullangan qonun bo'lsin, bu Amerikaninki davlat ichida ijro qilingan qonun emas. Bu qonunninki jazolash obyekti Amerikaning ichida mavjud bo'lgan jinoyatchilar emas. Bu Amerikaning sirtidagi jinoyatchilar. Qonun Amerikada ma'qullandi, Amerika ijro qildi. Ammo ijro qilish obyekti Amerikaning sirtida. Faqat Amerikaning ichiga kirib qolgan narsalarni tarafdorlar xuddi qonun tashkiliy chiqqan shaxslarni kappa tutgan mushuk o'xshashil tutib oldi degan gap. Ammo atakdan ijroga berib, uning bir ishni qilib ketishi menimcha Amerikaninki tashqi siyosatiga bog'liq. Amerikaning Uyg'ur siyosati, Amerikaning Xitoy siyosati degandek, mundaq bir kategoriyaga bog'liq bo'ldi. O chaqda mushu Uyg'urlarning o'zi qattiq tug'anchig'ining o'zida zodi nima bo'lib ketsin, Xitoyni jazolash kerak, qattiq qo'lliq ishlatish kerak. Endi Abnur rayonida u Xitoy nima uchun amalda bo'lib turdi, bu nima uchun mavjud bo'lib turdi yerda, buni zodi Amerika nima uchun bu o'z ma'qullagan qonunni ijro qilmaydi degandek bir qattiq talab bilan Uyg'urlar talab qilish kerak degan tushunchada endi. Burun biz shu to'g'riliq suhbatlashdik oldingi programmada. Endi agar bu qonunning oqisida Uyg'urlar haydakchilik qilib turish kerak deydigan shu biz tasavvur qilgan o'xshash ish bo'lib qolsa,
Amerika'nın özü endi seller üçün qanunu ma'qullab berdik. Da'vogar o'zam. Da'vogar biz emas, biz sotchi. Qanun ma'qullab, qanun ijro qilgan sotchi. Da'vogar sen Uyg'urlar o'zam. O'zam bu da'voyingga qattiq turib ega bo'lib, buning g'alabasini qilmasang biz endi qanday qilib berdik? Deydigan bir ilki pozitsiyada bo'lib qolib qolsa, xarakterda bo'lib qolib qolsa, o chog'da Uyg'urga mag'lub qilib qoldi degan gap buning ijroati. Endi sen degandek endi buni qaysi tashkilot mas'ul bo'ldi? Amerikadagi Aqsaroyning atrofidagi shu Amerikaning kongressiga to'nish qo'ygan shu bir qancha odam bu ishninki orqadan mengib qilamdi. Ya bo'lmaydi, har qaysi davlatlardagi jankash turgan Uyg'urlar yakkim-yakka Amerika bu qonunni ijro qilib bersin deb talab qilamdi. Buning masalasi endi biz hozir oldin ola andaq bo'ldi, mandaq bo'ldi deb buni binastiramayman unaqa. Binastira bo'ldi desak, o bir o'zimiz bilgan doiraning sirtidagi bir narsalar bu hamda. Endi agar ashunda biz Amerikadagi Uyg'urlar so'ylaydigan o'xshaydi deb qarab tursak, yoki bo'lmaydi, dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar, enaji guvohlik bergan Uyg'urlar chiqib meni tuqqanini qo'yib bermadi, Amerika zodi qonunni ijro qilib bersin deb yakkim-yakki shu ortoqlab, yana shu videoga chiqib so'zlab turish kerak deb mandat o'ylab qo'yib qolsak, agar undaq bo'lmay, agar Amerikaning sirtidagi Uyg'urlarmi, Yevropadagi Uyg'urlar deyli, Osiyodagi Uyg'urlar tashkilotlarning rahbarlari kollektiv bir da'vo suylash, buning natijasi suylash, ijroatni suylash bir hay'at tashkillab olib boramdi. Buning ham jarayonning qanday qilinganligini hozir bunda qilish kerak deb biz uni ben shaxsan bunaqa binas deramayman. Rahmat. Endi meniki maniga bo'lgan tushuncham asosan Abdurimjonnikiga o'xshaydi. Endi bu qonun zaten bu Amerikadagi Uyg'urlarga, Yevropadagi Uyg'urlarga emas, butun bir vatanimizdagi Uyg'ur va boshqa millatningki inson huquqi masalasi va yoki irqiy qirg'inchilik masalasini tutib qilib turib chiqarilgan qonun bo'lgandan keyin bu qonunni men shunday deb qarayman. Shunday bo'lgandan keyin menimcha buning ijroat masalasini surishtirmaslik masalasida biz nuqul holatda Amerikadagi Uyg'urlarga va yoki dunyoning boshqadagi tashkilotlarga qarab qolsak bo'lmaydi deb o'ylayman. Bunda deganligim tashkilotlarimizning o'zidan xato ish qilyotidi deganligim emas. Ularning ichida har turli aktivchiliklar bor, qilayotgan ishlar bor endi. Lekin menimki ularning yetersizliklari bor, biz buni bilamiz, hamkorlashmaslikdek ahvollar bor endi. Mening bu maslakaga vaqtida tutadigan yo'lim, prinsipim qaysi desa, men yanıla Theodor Herzl'ninki şu Yahudlarning davlat qurg'uvchisi otasi Theodor Herzl ayni vaqtning o'zidami şu Yahudlar davlatini qurmoqchi bo'lgan chaqda tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlashmaslik, birlashmaslikda har turli qiyinchiliklar tufaylidan mening anglashimcha to'g'ri bo'lsa, shu tarqab ketgan butun dunyodagi Yahudlarning ovozidan foydalangan deydi. Meniki deydiganim bu qonunni ijroat masalasi uchun ma'lum bir ishxona qurildi ekan. Sizlarmi shunda oldinglarga deyman, masalan xizmat guruhi qurildi ekan. Menimcha xalqimiz ularga emas, o'zimizning vatanning ichidagi millatning zulm ahvollarini yetkazib, ular shu yetkazgan materialga asosan bu qonunning modellarini nurg'un narsalarni faktlaştirib yezib chiqqandan keyin menimcha bo'lgan chaqda yana ijroat jarayonida bizning fikrimizga ehtiyoji bor deb o'ylayman. Shunday bo'lgandan keyin muomaslik kelgan chaqda tashkilotlarga ularga qarab qolmasdan millatimiz, xalqimiz mumkin qadar hozir internet ayni vaqtga Theodor Herzlning zamonasi emas, bugun internetda mail orqali aloqalashib bo'ldi, söylügül bo'ldi. Hech bo'lmagan chaqning o'zida hamda men bunda deyishim orqali Amerikani sen nima ijro qilib bermading, unda qilib bermading deb o'tirib tillab ketishni tashabbus qilmayman. Ammo chiroyli yo'sinda millatimiz qirilyotdi. Bu irqiy qirg'inchilik qancha tez bo'lsa shunchalik ijro qilib berish kerak. Millatimizdagi bu qirg'inchilik to'xtatish kerak. Bizning mustaqillikka, shu ehtiyojimiz, erkinligimiz ehtiyojimiz bor. Biz bu qonunni mustaqilligimizning tunji bosqichi ham hal qiluvchi bosqichi deb qaraymiz. Mushining ijroat masalasini mumkin qadar tezlashtirib bersa deb menimcha fikr, talablarni yozsa bo'ladi deb o'ylayman. Avom xalq
zaten bizga o'xshash insonlar buni söylesak bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, yana Twitterlarda bo'lsin, Facebooklarda bo'lsin, hozir bizga o'xshash meningcha mushularnimi g'arb dunyosi hamda demokratik davlat bo'lgandan keyin bular har turli fikrlarni, hamma narsani to'playdi, qaraydi deb o'ylayman. Mushu nuqta orqali hamda meningcha bir haydakchilik qilish, söylashlarni ep olsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Mening tushuncham mana shu. Rahmat. Endi bu haqiqatan bu xalqimiz jiq ishlarni ko'rib ketdik shu da'vo jarayonida, da'vo ishlarini kuzatish jarayonida. Endi nuqul holda u tashkilot, bu tashkilot ya bir necha tashkilotlar ishini tashlab qo'yish asli to'g'ri usul emaski. Ya'ni xalqimiz aktiv bo'lish kerak. Mush bir necha yillik da'vo jarayonidagi tajribalarimizdan qaraganda har bir odamning roli bo'ladi ekan. Ya'ni o'ziga sal qaramasdan kerak. Oddiysi bayma erkin deb o'tgandek hozir va burungi davrda emas, biz hozir Facebook, Twitter davrida yashayapmiz. Shu Amerikadagilarmi o bizning tashkilotlarimizning ajoyib chechlangan holatini besh qo'ldek biladi. Aniq. Shunlashqimi shu xalqimizning ovozini ko'zitdi ekan ular-chu. Ular masalan Twitterda olsun, Facebookda olsun, maxsus kuchlilarga inkos qaytgan ahvollar bo'ldi. O'z ko'zimizdan ko'rdik. Ya'ni xalqimiz bu ishga sal qaramaslik kerak. Ben tashkilot emas-ku, men o'z oldimga nima qila olayman deydigan ongdan voz kechib, to'xta, men bir Uyg'ur bo'lgandan keyin hech bo'lmasa, hadi qolay kuchur davriga mushu ijtimoiy aloqa to'rlaridan foydalanib men ovozimni yetkazay Amerikaga. Ben başlıqımga atanmış bir tashkilotning boshlig'iga berib yig'ilganning o'rniga uni qilay. Ammo men o'z oldimga bilgan usulimda yetkazay degan mushta bir ansaviyani yetkazish kerak xalqimiz-chu. Shunga bu hozirgi holatimizga nisbatan mushuni cho'qim yetildirmasak bo'lmaydi ekan. Endi bu yerda bir savol to'liq qo'yiladi bizga. Bu Amerika qonuniniki, Amerikadagi Uyg'ur qonuniniki o'tirg'i chiqishi va tasdiqlanishi jarayonida Amerikadagi Uyg'urlar muhim rol o'ynadi. Endi bundan keyin bu qonunni ijro qilish jarayonidami Amerika yana shu Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarini asos qilib turib, shular bilan aloqa qilib bu qonunning ijro qilish jarayonida hamkorlashamdigandi va yoki dunyoda Uyg'urlarning hamma yerda tashkilotlar bor, Yevropada olsun, Turkiyada olsun, Kanada, Avstraliya hamma yerda bor masalan. Ular bilan aloqa qilib, ularni bir kuchliga hamkorlashish bir nimiz bo'lamdigandi, bir yo'li bo'lamdigandi va yoki yenidli bo'lgandan shu bir necha Amerikadagi tashkilot bo'lsin, shaxs bo'lsin, shularni uchraganlar bu qonunni ijro qilamdigandi deydigan bir savol bor shu xalqimiz orasida. Bu savolimiz sizlar qanday bo'lar? Shu hozirgi erkinniki ya'ni süzük u chiqib bir nima fikrni o'tirib qo'ydi. Hozir uchur davri deb. Yan birisi shu qonunniki ijroat komissiyoni qurilsa, Amerika hukumatining ichida, kongress va hokkazalda bir hay'at tashkillanib, onaga son-sanoqsizgan moddiy mablag' ajratgandan keyin bularniki tarmoq xodimlar bo'ldi, ishlaydigan, axborotchilar bo'ldi, xabar to'playdigan. Agar shu aslında bir komisyon bilen iş tushgan chog'da albatta komisyon bo'ldi-da, bo'lmasa o'ylaki Amerikaniki hozirgi mavjud qonun, asos qonun mahkamalari hammani tutib bu ichki tashqishni bajarmaydi. Albatta shu komisyon qurilib shunda ish qilsa, bularning o'zi shu ijtimoiy uchur vositalarini asos qildi. Agar ijtimoiy uchur vositalarini asos qilgan chog'ning o'zida Xitoymi hakkerlarni ish qildi bu albatta, unda bo'sh qo'ymaydi. Nurg'unlagan hozirdan boshlab vatanda nima chiqaryapti, TikTokning orqali Amerika aljib qoldi, o'zini ishini qilmay bizning Uyg'urlarni chiqarishadi deb nayti keng tarqalyapti bunday ishlarni. Agar uchur vositalarini asos qilgan chog'ning o'zida buni albatta suzib oladi. Xitoy hakkerlari Uyg'ur shaklda qanday uchurlarni taqdirdi, Yevropadagi, Osiyodagi har qaysi joylardagi Uyg'urlar qanday darajada uchur taqdirdi, buni albatta o'zi suzib elib, onun bir jamlaydi, bu bir yaxshi tarafi. Albatta umidlanarlik tarafi. Amerikadagi qonunni yo'qotadigan yoki tiqoldigan Uyg'urlarga qarab qolmay, aksiyami bakchiq Amerikadagi mushqatamqi pilakorlikni jiq ko'rsatdi. Tashkilsiz aktivlarni naati jiq kuch chiqadi bu vaqtda shu qonun. Albatta onu taqdirlaymiz. Yani ondan sırtdan deyildiğindeki asaslık diplomatiya derecesinde Uyg'urlarga vakolatan
tashkillik ish bajaradigan mundaq ba'zi bir qism munofiq qisman odamlarning o'zi albatta to'sqinlik qilib ba'zi ishlarni ta'tirga to'lg'ishi mumkin. Mundaq guvohchiliklar ko'radi Yevropa tarafda. Buni sizlar qanday qaraysiz deb mas'ul qilib qilish mumkin ularga. Bularning har xil jankashlik qilmaydi deyilmaydi. Shuningdek, eng yaxshi bir misol mukammal ishonchli bo'lishi mushu qonun ijroat komissiyasi qurilgan chaqda har qaysi davlatdagi Uyg'urlar shularniki torbatlariga ochiq oshkora munosabat qurib, o'zining ochiq odil so'ylan marketing kartimiz deb aytgan o'xshash ochiq oshkora o'zining kimligi bilan maydonga chiqib turib, guvohlik berib, ular bilan munosabat qilsa, buningki ta'siri inshaalloh yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Mening tushuncham Abdurahimjon bilan asl bu kelgan chaqda %100 o'xshash shu. Demakchi o'g'limiz bu qatim qonun ishidimi Amerikadagi Uyg'urlarimiz natija yaxshi rol o'ynadi. Buningki mening tavsiyalarim sop-sopaliq vatan millatningki g'amini ash erqiy qirg'inchilikda uchrayotgan xalqningki bir jon bo'lsa-mu burra qutulib vatanimizning mustaqil bo'lishini o'ylasa, yana amerikalik qarindoshlarimiz yana jiq rol o'ynash kerak, chunki shu davlatning fuqarosi tilini biladi. Nurg'un qolaychilik ashlarga bor endi. Bizning bu yerda qonunmi shu Amerikadagi fuqarolarimiz tarafidan yo'qolib ketgandan keyin qo'rqadigan tarafimizmi bor endi. Buni yemisak bo'lmaydi endi. Buni eskartib qo'ydim. Amerikalik qarindoshlarimiz mush masala kelgan chaqda ashundaq ishxonalar bo'lsin, ashlar bilan tez aloqa qilish kerak. Aloqa qilishlar emas, endi yana millatimizga bu haqda bir sotsial media bo'lgandan keyin uchur berib tursa, biz buni xo'sh bo'lardik, endi xo'sh bo'limizda butun dunyodagi xalqimiz, chunki nurg'un insonlarning ingliz tili bilish iqtidori to'van, millat har turli qalayimqon uchurlarga erishib ketmaydi. Deydigan gapim shu. Tamam. Yani şu Amerikaga markazlashib bu ish, nima haqiqatan bu Oqsaroyda, Ko'ksarayda piqirab yurgan bir necha odam bor endi. Bular halqалық rol o'ynayapti. Bular kimlar deganga bir qarab chiqsak, bu qonun masalasi shu Solih Xudoyor degan inimiz Oqsaroymi parlamentga kirib tuyuqsizlik bayqab qilib, bunda birdan bakan tuqqu deb sakrab ketdi. 9 yilning oldida beslab qolibdi ekan-ku deb mushu bola ashuni bayqab dunyoga e'lon qilmagan bo'lsa, balkim bugun qonun degan bir nima, balkim esimizga kelmagan bo'ladi-da. Balkim bu qonunni o'tmaydi, qonun degan bir nima u Amerikada barliq keltirish ya esimizga keladi ya kelmaydi. Alloh rozi bo'lsin bu inimizdan. Ammo bu yerda bir narsani ko'rib oldikki, bu qonunni kim bostirib qo'yibdi deganda, ash Amerikadagi, ash Washingtonda yashayotgan Uyg'urlar bostirib qo'yibdi ekan. Bu bir ichinishli ahvol. Shuna bayq savolni so'rashdimi? Masalan, bu qonunning ijroisida yana ash odamlar bilan piqirab manadigan bo'lsa bu ish bizniki ba'zi jihatlardan andish qilishimiz tamoman o'rinliq. To'g'ri bu. Chunki bir qanday yutib ketdi-da u. Bir yutib ketgan narsani tepib oldik. 2 yil vaqt o'tkazib, oxiri bu dunyoga keldi. Amaliylashdi. Ya'ni ashundaq bir haqqoniyat tuyg'usidagi Uyg'urlar Amerikada ko'plab chiqish kerakki, buningdan keyin ijroiyat jarayonida yana mushundaq sotqinlik, mushundaq xoinlik, mushundaq munofiqlik ishlarining yuz bermasligiga kepillik qilishimiz kerak. Bo'lmasa bu qonunda ijroat jarayonida ba'zi xatoliklar yuz berishi mumkin-da. Uni kim bilim deya oladi. Shunga boya biz degandek, shu shaxslarniki rolimi nihoyat muhimchu bu yerda. Masalan, deylik, bu da'vo ishida oz bo'lmagan shaxslarniki o'z oldiga bir tashkilot tava emas shaxslarniki masalan Pompeo'lar, hatto Rubio'lar hammasi bilan ko'rishib yurib, masalan inimiz deylik, Cevdet. Cevdet do'stimizning Furqat. Ashumi opsininki nimasini qilib yurib, o'z oldiga Amerikaning yuqori amaldorlari bilan ko'rishib yurib, bir yerga oldirib qo'ydi. Demakki, bu yerda bir shaxsniki roliga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Hamda bizdagi bexudlik nima deganda, masalan, deylik,
Amerikada palana bir advokat var ki, onun tili en yaxşı ki. İngilizcesi en yaxşı ki depla. Hem işini aşı Google'a tapşırıp koyganlıktan, hem yana bir hanım var ki, onun İngilizcesi yaxşı ki. Jim Turay Bay Aksaray bilan Köksarayni yo'qlaydi ki. Dep tapşırıp koyganlıktan, boğan 9 yılının hikayesi ya bu. Vakadan kelib chiqqan 9 yılının hikayesi emas. Bu shundaqken, Amerikada 10 ming Uyg'ur yashaydi deydi. Onun içinde Salih Xudoyerdan en az yani 10'u çıkış gerek. Bu şu nazaret işida. Çünkü hazır Aksaray'da Köksaray'da kim var? Şu Nuri Tulku var, Ömer Paynek var. Ben bu yerde bir narsani ko'rsatib o'tay, qarindoshlar, bir mau yaqinda mau Nuri Tulku degandan Avam Parlamentarının dini işler komitetinin komissarımı birlimisi boğan hakkında bu Uygur raisına işte bir tur betip bakıyor mu Facebook'ta. Ola bir raisına şapırıptı halk arasında. Bunu başkan deyken raisına sen cevap verip oldun dep çıkıdı ki. Ana deyken cevabını körüp bak degende neticesi qanday oldu degende bu yerda qanday bu cho'ng aytayman hani. 3027 adam cevap beripti bununla. A, B, C, D deb 4 cevap bakanda 3027 adamniki 3017'sinin bergan cevabı inovatlikka, qolgan 10'i nima bo'lgan bir meni xato qilib qo'yganmi, inovatsiz 3017 adam inovatlik cevap beripti. Bunun birinci tanlışı Nuri Tulki o bir munofiqning bolasi, o Uyg'urga vakillik qilolmaydi. Onun tayinlanishi butunlay xato deganlar 68'da 2% ki. İkinci alternatif qizili o Nuri Tulkining nima qilishi bilan mening ishim yo'q. O menga vakillik qilolmaydi. Parvoyim palak deganlar 10% ki. Üçüncü alternatif Nuri Tulki to'g'ri namzat, onun sayılışı nayet to'g'ri bo'lgan deganlar 13'da 3% ki. Hem de 4. alternatif kimda ekan deganda, ama bilamadim juma vaytangay deganlar 8'da 4% ki. Demek ki qarindoshlarım bu yerda xalqimiz o'ziniki nimasini anlatıptı, ovozini anlatıptı bu yerda. Yani tunup yet degan gap yani. Xalq tunup yetdi. Yani xalq tunup yetibdi buni 68%'dan ortiq odam bu Nuri bizga vakillik qilolmaydi, Uyg'urga vakillik qilolmaydi. O bir milliy munofiqning bolasi. Bu nurg'un Uyg'urlarga ziyonli ishlarni qilgan degan ovozni beribdi. 68% odam. Endi bu hozir Washingtonda Oqsaroyning piqirab yurgan asosiy odam kim o? Naq mushu odam. Naq mushu odam. Hozir bu Amerika parlamentinin Amerika hukumatining mishonsiga erishdi. Amerika Avam Palatasida muhim bir vazifaga tayinlandi. Bunun oldida o diniy ishlar komitetining komissarligiga tayinlangan bir Tibet odam keldi. O Tibet odamning vaqti qo'shibdiki, bir yillik vaqt qo'shgandan keyin onun o'rniga hozir Uyg'urlar qattiq izlayotqachqa bir Uyg'urni ko'rsatib beringlar bizga shu o'ringa desa, bu kimdan so'rabdi deganda Nancy Pelosi xonim berib Ömer Paynekdan so'rabdi buni. Şu anda. Bana bir Uyg'ur ko'rsatib, menga bir Uyg'ur qo'yay degan to'g'risi Allah bek yaxshi o'pdi. Menga bir talantli inson bor, Uyg'urning ichida talantligi shu deb, ma Tulkini ko'rsatibdi, shuning bilan xalqimiz chukurdigan milliy munofiq Ablat Omoqning beqib olgan bolasi hozir Uyg'urga vakolatan Amerika parlamentiga kirdi degan gap. Hamda bu qonunning ijroiyatida, jarayonida kim bilan hamkorlashadi? Oldi bilan shu Nuri Tulki bilan hamkorlashadi. Anadagi Ömer Paynak bilan hamkorlashadi. Ondan keyin Rubio'larning qo'lga keltirgan Abbas oilasi bilan hamkorlashadi. Demakki, Amerikadagi Uyg'urning ovozi mushular. Bu bir reallik. Qanday bo'lsa, bizning bundaki bu qonunning ijrosida azroq shubhalanishimiz, ansirishimiz o'rinliq bo'lamdi qanday? Albatta o'rinliq. Bizningki ansirishimiz, shubha qilishimiz bek o'rinliq. Qanday degan chaqning o'zida bu qonun 9 yil yo'qolib ketdi.
Aşağıdaki bayraklar, davagerler, bütün dünyalık Uygurlar ağzı qarab oltuğan liderimiz, milletin manevi anısı degan Rabia Qadir Xanım başçılığında aşağıdaki aktif faaliyetçiler Uygur Human Rights'inki kadrlarının arasında yani biz bütün dünyadan vatandaş içi ve sırtındaki bütün dünyadaki Uygurlar Amerika'daki bizim davagerlerimiz, bizim rehberlerimiz dep durup çın jürgeden işinip iktidar kılıp somkılap pullarını evetip degendek dava qilsa qo'llagan aşu kişilerin arasında muşketli anaga ketdi, bulup yo'qab ketibmi ispusiz chiqmay yo'qab ketdi degan gap. Bundaq bir halokatni ko'rib turgan chig'imizning o'zida biz qanday xotirjam bo'la olmaymiz. Bu qonun endi ma'qullanib ketdi. Bular to'sib qolanmadi, yo'qotib amal yo'q, ma'qullanib ketdi. Ma'qullanib ketgandan keyin endi buning ijroat masalalari kelgan chaqda endi buning ijroatni agar Uyg'urlar oqisida menga jur so'lash kerak deydigan bir narsa bo'lsa, bular albatta so'lash emas, so'lab manganlarni tu'sidi. Agar ashulardan so'rab, Uyg'urlarning dard ahvoli qandaroq, bu qonunning ijroatiga dunyodagi Uyg'urlar qanday qarayapti desa, voy Uyg'urlar bu ish qiziqmaydi deb javob berishi mumkin. U aniq narsa. Qanday deganda Aldan qizilisi, adashning o'zini dedi, Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qilyapti dedi-ku. Bütün dunyodagi Uyg'urlarning oldida Uyg'urlar anaqasi yuzimga tukirib misqirib demay turib shu. Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qilyapti deb yuraklik derallagan bir munofiqning o'zi endi bugungi chog'da uning mukofotiga bu yuqori bir mansabga tayinlandi degan gap. Endi bu mansabga tayinlanganlar Amerika hukumati emas. Amerika hukumati Donald Trumpning qo'lida, Cumhuriyetçiler Partiyasining qo'lida Amerika hukumati. O siyosatni bajarganlar hammasi ayrim bir guruh, ayrim bir partiya. Endi ma'ni chiqib mansabga tayinlanganlar biz Xitoyparastlar deyotgan erkin qarinishimizning tilida aytgan chog'da globalizmchilar ekan bu endi. Xitoy globalizmchi, demokratchilar globalizmchi. Dunyoda bütün aşı g'arbning mashriqchilik hammasini tüp tuz qilib, bir xil yo'nalishda mayli Xitoy boshqursin, mayli kim boshqursin, shunday bir sotsialistik, kommunistik bir xarakterda boshqurish kerak. Sinifiy jamiyat mavjud bo'lmay boshqurish kerak deydigan mondaq bir kommunist xarakterlik partiyaning o'zi chiqib, buni shu partiyaning xizmat doirasidagi vazifasiga o'rinlashtirdi degan gap. Amerika majbur ekanda bu. Devlet hakimiyet sistemi uchun qarshi taraf partiyama chiqib bir ishlarni qilib qo'yish bo'lavergan bir ekan Daqsarayning ichida. Shunday bir kamchilik o'xshaydi. Endi bu Germaniyadan bor, Germaniyada hozirgi hakimiyet peshda 3 partiya va markaziy hakimiyatni tutayotganlar. 3 partiyaning haqqasiniki o'zining partiya doirasida xizmat o'rlashtirish nimasi bor bularning haqqi bor. Yana unaqa markaziy hükümet sistemi onu aralashib sen bunda qilolmaysan tursamaydi. Aqsh partiyalarmi o'z oldiga bunda xizmatlarni bajara oladi. Hozirgi ma'voyiliki Xitoyga qarshi turish bir parlamentlar birligi qurildi-ku, mana shu bir necha kun ichida. Ma bu Go'saran Xitoy Federatsiya e'lon oldi endi bir 20 partiya millat vakillari bir Xitoyga qarshi turish bir nimasini qurdi. Parlamentlar ittifoq etganda. Muşun özümü Germaniyadagi Yeşillar Partiyasininki mas'ullari bor, mas'ul kadrlari borki. Ana buni Germaniya hukumati bo'lsa, Xitoy bilan nayt apaq-chapaq izchil ma'lum. Texi o'lish kun Merkel xonim Xitoyninki bosh ministr Li Kajanga telefon qilib, biz zodi Huawei'ni o'rlashtiramiz Germaniyada. Hatto Bashkeyning o'zini Germaniyada biz buni ishga chiqaramiz. Albatta biz Xitoy bilan nayt yaxshi pozitsiyada bo'lamiz. Ama Hong Kong meselesi ya Amerika bilan Xitoy munosabat meselesi buni yaxshi bir tarafli hal bo'lishini biz kutmaymiz deb Merkel xonim alayda telefon qilib Likajang bilan Likajang Xitoy mabisat Xitoy va Xitoy shu gaplashibdi bu xotin. Bu axborot chiqib muxolifatchi o'qitish partiyalarni tanqid qilib ketdi. Millionlagan Uyg'urlarning inson haqlari dafsanda qilinib, lagerda o'ldirilsa, qirg'in qilyapsa, sen unga qaramamsa, andan keyin Hong Kongda hozir ma'muriy alayda rayonligini bekor qilib etib turib, uni Xitoyniki shu ma'muriy rayonga o'xshash Xitoyning qonunini ijro qiladigan bir yerga aylanib bo'lsa, sen bu shunday ishlarni ko'rib turib, sen
Muşu işlarning o'zi ko'rib turib, Xitoy bilan bunda xilqi alayda aqlga kelib turib, bu ishni qilamsa deb ig'ir tanqidladi. Endi u bir o'qitish ishladi, endi o'qitish partiyaninki o'qitish xodimlari koalisyon hokimiyatga qatnashgan partiyaning sirtidagi kishilar bu, boshqa partiyalarningki o'qitish partiyalar buni ham tanqid qildi. O'mayliqi ijroq turib bizga o'xshash chalmatgan o'xshashlan birisham. Ijroat yo'q, tanqidlar. Demak, endi xo'sh. Bu nimaning o'zida Germaniyaning o'zi shu nimaga qarab ma'no degan gap. Endi demokratchilar deganning o'zi, endi Amerikadagi Demokratchilar partiyasi deganning o'zida hokimiyatga aralashmagan bilan aşağıma nurg'ulg'an ma'muriy o'rinlar bor ekan. Endi 49% ovozga erishgan bir kuchli partiya bo'lgan ekan Amerikada. Bu hokimiyat partiyadan teng darajada ishlarni bajara oladigan huquq bor ekanda, endi imtiyoz bor ekan. Endi shu Xitoyparast partiyaning o'zi chiqib ashlardan so'rabdi. So'ragandan keyin hadab uni o'rlashtirib qo'ydi. Ma odamning o'zi o'tgan yili Uyg'urlarni shunday avtonomiyatlab qildi, davatdi bo'ladigan ahamga. Mana shuni o'rlashtirib qo'ysa, Xitoyning bakmi achchig'ini keltirmaydigan degandek bir Xitoyning o'rni oladigan Uyg'urlarning o'ziga ko'z quloq bo'lib turadigan, ham Uyg'urlarni ahmoq qilib qoldirib turadigan bir 3 tarafdan foydalangan bir ko'zorni ham tikledi o'qidim. Tikledi. Meniki eliqi Aqsaray o'zining atrofidagi odam bilan munosabat qilib ketgan deb boshlari birinchi kungi savollarda nima shu deyapti. Bu endi biz Amerika degan bir yerning o'zida biz o'zimiz bir o'g'amda Uyg'urlarga o'rlashtirib qo'ygan odam emas. Moday chiqqan chog'da endi o Turkiyaning o'zini diniy ishlar komitetiga o'rlashtirgani Uyg'urlar uchun o'rlashtirib qo'ygan narsa emas. Faqat Amerikaninki dunyoviy xalqaroliq diniy ishlarni ko'zlaydigan bir komitetga o'rlashtirgan narsa Uyg'urning adimi emas. Ammo biz buni qanday diqqat qilamiz degan chog'da ikki nuqtadan diqqat qilamiz. U ko'rinishdan Amerikaning xizmatchisi, Uyg'urning emas. Ammo Amerikada shu qonun to'g'riliq bir narsa ijro qilmoqchi bo'lsa, o'sha odamlarni panjara qilib turib Uyg'urlar qaraydi degan yomon yer bor-da bu yerda. Muammaslik chatoq. Agar ashuning o'zini bizim o'zimizning kadrisi bu siyamash yoq tutduğun, Uyg'urlarning ishiga aralashma. Endi biz Uyg'urlarning ishiga boshqa bir panjaradan qarayli desigo yaxshi edi. Ularning ishi yo'qdi, bizmi xotirjamdik. Endi bu Amerikadagi bu saran kadrlar qo'yib shu odam Uyg'urdan chiqqan odamga zulm tutgan bir millatniki ziyolisi ekan bu endi. Biz shuni ham o'zimizning kadrisiga ishonchli odam mashinadan so'rab, shuni ish qilay deb qilib qolsa, bu albatta ostini üstüne qilib bu ishni yo'q qiladi. Biz buni xotirjam bo'lmaymiz. Shuning uchun agar shu komissiyon qurilsa, qonun komissiyon qurilsa, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar aslida doim o'zining fikrini yetkazib turishi kerak. Bu söylep duruş lazım. Herkes biz Amerika'daki teşkilat, Amerika'daki rehber, Amerika Aksaray, Köksaray'la kirip çıkılgan bunlar ki kadrlarga bulup, bu kadrlarga biz işenip aşıla kıldığı da gaflet bulmaslık gerek. Abiyam sen konuşaş, bunu Amerika'daki Uygurlar nihayet mühim rol oynaydı. Ötkende Mevla Yasin Efendi özüm dedi. 400 kantidane milletvekiliğe ben hayalim hatizip Allah kıldık dedi. Ümit Uygur kardeşimiz mi aldığın söhbetler dedi. İş ucuk, her bir parlament milletvekillerinin ki Aksaray'ın kirip gepleşkili buludu. Det eval işçi buludu. Uygurca ya Xitaycha cümleni yazıp, Google'da İngilizce tercüme kılıp, bunu 100% İngilizce ketmesi mi buluyordu. Eğer hatırcam bulanmasa, İngilizce bildiğin Uygurlarla köştüp, lakin işki koru xat, bir abzas xat. Bunu tahlil edip, bunda yoldaşı buldu, özünün dert evalini, milletin dert evalini bir vasıta güzeleydi o dediğim şunu anlayan karindaşlar köpçük oldu, unutup kalması gerek. Amerika'daki Uygurlar belki mühim rol oynaydı bunun da. Baş bileş gerek. Muşu Salih Hudayar 2018 6. ayda namayış kılıp jürüp, kongresi kirip muşu kanunun jutup ketkenliğini tepkilanmagan bolsa, biz belki okumay kalışımız mümkün değil. Magnitsky kanunu makullap koyup oturuplam, ondan yine Amerika ötüp gitişi mümkün değil. 100.000 kişinin artık imzanı toplap, kanunu makullap birinler diyenin küçüğünü biz köydük mana. Yani halkın küçüğünü köydük. Bu da boğan diken, aldı bilen şu Amerika'daki
Uyg'ur qarindoshlarımızga, yakki faoliyatchilarga, har bir ziyonkashlikka uchrayotgan vatanim, millatim deb yurigida tarixchilik bir sevgi bor, Xitoyga bir tarixchilik nafrati bor. Uyg'urlar bu ishga aktiv o'tirib chiqish kerak. Qonunni so'ylashda, ijroatni so'ylashda. Herkes bular avu kadrlar işe olmaydı. Bularına sani onu yetmeydi kadrlarına sani. Doğru. Bu kadrlar işini qaratmasak herkes bulmaydı. Doğru. Mening fikrim o'xshash. Abdurahimjon degandek bizning bu yerdan xat yozib, so'ylab, email orqali qilish imkonlarimiz bor, ammo boya degandek Amerikadagi Uyg'urlarning o'zi ishga ochiq bo'lgandan keyin bevosita kirib, ular bilan do'stlashib, o'zining problemlarini deyishib, bir qancha degan ma'no shu muxbirlar uyigacha opadi ana shu onasininki qashlarga berib ashagacha bordi-da endi. Bu yerda haqiqatan Amerikadagi Uyg'urlar qilolsa, bevosita yuzlashish fursati bor. Ularga qonuniy jihatdan, hamma jihatdan uyg'un millatimiz kelganda mening taklifim shu. Bo'z qolsa Amerika qarindoshlarimiz bu shu mustaqillik ishlarimiz uchun sizlar muhim bo'z qolsa, meningki o'tgan yilda talabim bordi. Kunda mening orzuyim bo'yicha bo'lgan chaqda bir odam 1 soatdan 15 minutdan vaqtini chiqarib, Oqsaroyning oldiga kirib 15 minut bo'z so'ylagash aşağı kiribchi bir odam. Bir kunda bir odam so'ylagash mana shu masalalarimizga dardimizni aytqash kunda bir odam. O'sha hafta ish o'rni kunida 5 kunning ichida. Oqsaroyning oldida 15 minut bir ko'k bayrog'imizni tutib etib, aşağıdan mediaga bir qator ko'rsatib qilsam ham cho'ng ishdi. Men hamda Amerikada xalqimiz aşında qila deb o'ylayman. Endi yana birisi Abdurahimjon bek yaxshi tushuncha berdingiz. Bayatdan qilqi millatimiz Amerikaning masalan shu bayatdan ikki shaxs aşaga kirgandan keyin xalqimiz bakchiq norozi bo'ldi-ku. Buni endi Amerikaning quvvatqash nima ishi degan chaqda buni men mana shunda sizga o'xshash tushundim. Hokimiyat Cumhuriyetçiler Partiyasining ichida Avla ilgirki demokratchilar Xitoylar bilan apaq-chapaq bo'lganlar ta hozir qadar vaqt kelib qolsa yana shu yenib qilib qolsa ham bo'laverdi-ku deydiganlarningki bir turiga yetib qoladi ekan ular. Hamda yana shu orqali men shu ikki shaxsni akirgan Amerikadagi shu shaxslarga o'tirib noroziligimni bildiraman. Hamda Uyg'urning ichidan inson chiqmagandek men deyman-da, shunday pasanda tojikni yo'q. Aşında oturup qeni buzuq ko'chadan tepib olganlar Xitoyning ballarını akagini ashlarmi o'ziga foydali uchun aşında pasanda tojik bilan aşında Xitoylarni ishlatadigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim rostini desam. Ham bilmadim. Men noroziligimni bildirmay rostini desam, bu millatimiz haqiqatan andish qilish kerak. Andish quvvatimiz zaten biz andish qildik, yuragimiz suv oldi shunda ishlarga. Ammo ilgirgi selishtirgan chaqning o'zida hozir millatimiz ko'p uyg'ondi. Siyasi vaziyatni nayt o'tkir, ammo andaq darajada bo'lmasligi mumkin. Ilgirgidek darajada bo'la andaq bo'lmasligi mumkin. Ammo lekin ishonishga bo'lmaydi. Millatimiz yana asla ishonsa bo'lmaydi. Shunga men sizga degandek bo'lib Amerikadagi qarindoshlarimiz bo'z qolsa qarindoshlarimiz bir haftadan bo'z biringlar kirib shu qonunni o'tirib qayerdan qayergacha o'tirib do'stlashinglar, so'ylanglar. Xalqimizga Oqsaroyning oldidan men hozir mana bilan ko'rishdim. Mana bizning ishimiz meyaga kaptada o'tirib Facebookda 15 minut xalqqa bir yaxshi xabarlarni berib aytinglar. Tashabbusimiz shu. Davoni aning o'xshash yilqi pasanda tojik bilan Xitoyning avlodlariga tashlab bermanglar qarindoshlar. Biz bu yoqda ancha-muncha narsalarni bilgan bilan O'rta Osiyodagi yamonchi qarindoshlarimizni ko'ngli daki suvning ichida. Endi bizning millatimiz Amerika bilan asosan birlashdi desak bo'ldi. Shu siyosiy vaziyatdan bizdan so'ragan shu inkaslarning hammalaridan millatimiz Amerikadan haqiqatan jiq umidni kutyapti. Bundaq ahvol ostida hammamizning andish qilgani to'g'ri. Chunki ishning ozroq kayni kechib ketgani vatandagi millatning qanchalik insonning jinining qayib bo'lganligi, yo'qolganligining bishorati buni bilish kerak. Rahmat mening gapimga. Abdurahimjon. O'shanga ishga bir fikrini qistirib ma o'tgan haftada Hillary Clinton xonim bir tweet video qisqasi video yo'llabdi, uni Uyg'urlar nurg'un tarjima qilib shunda Facebook'da ko'p taqatdi. Bu olmada debdi. Ma Cumhuriyetçiler Partisi Donald Trump Rusya bilan yaqin hamkorlashib bordi. Bu qatimki saylamda chiqish uchun Rusya bilan yaqinlashadi. Oldin qatimki saylamdimi
aqlab berib, Rossiya bilan Putin bilan nəhayət quyuq aloqalashgan bular. Bular ham Rossiya bilan bütün dunyoga, Rossiyaga qatta iqtisodiy embargo yurgizish deb madaq siyosatni yurgizib qo'yib, aqlab berib, Rossiya bilan hamkorlashadi bu cumhuriyetchilar. Unda olgandan keyin biz Xitoy bilan hamkorlashib, Xitoyniki yordami bilan biz bu qatim saylamda o'tib chiqishimiz kerak degan magapni Hillary xonning o'zi o'tirib quyuq. Dal mushu fikrni o'tirib quyayotgandan oldi keyinda bu Turkiya adamning o'zini nimaga o'rlashtirdi. Nasi o'rin o'rlashtirdi. Mushu hamisi bir oldi keyinda kunlarda bo'layotgan ishlar bu faoliyatlar. Shunga biz Uyg'urlar buni tushunib bilish kerak, ochiq oshkora bilish lozim. Bu zodi Xitoyni qo'lga keltirish uchun o'ynayotgan demokratlarniki taktiksi. Xotirjam biz hargiz sen norozi qilmaymiz. Sen rozi ishni qilamiz mana Uyg'urlarni go'llay olamiz buning bilan. Sen bilan chiqib qola olmaymiz deb bu mayada birisi hasad, hey hasad deb yüzlerine kaçatlap kan tüyütüptü yüzüne. Hem de bu Uygur'un arasında dörteden bize çıkın bazı gumanlanıp kalama biz hikayeyi to'xtatmaymiz bu yerda. Mesela bu Türkiye'ninki milyonlagan şehitlerimiz kan töküp vatanını azat kılmış degan şu hikayeler göz aldida turib Uygurlar tarixdan buyon avtonomiya talab qildi degan onasining haqqi yo'q bir gapni qilgan bir munofiqni biz bu yerda o'tirib hamda mushundaq birsi ayada tayinlanib qoldi desak hasad hey hasad deb o'zini qachaqlab ketibdi bu yerda bir qalva. Ağırlar o'sha o'tirgan qaysinlarning bir tamasi bor, shu Aramzadining o'rniga berib, shuning ishni qilish tamoyinlar bormi? Qaysinlar hasad qilasizlar og'aylar? Yani o yer berip hizmet işleş bizim ama imkaniyetimiz yok. Amerika'daki kanunlarını öğreniş, Amerika'daki bu mükemmel bir diplomatiya münasebetlerini öğreniş, Amerika'da uzun yıllar bu yerde tutmağındaki bizim onda imkaniyetimiz yok. Yani Esed ise alsalı deydi o haklar. Vay sen Esed kıldığın da koydu. Yani bu gapni deganlar balkim o'zi shudir yoki shuniki yaqin qo'llig'ichildir. Al ag'insi endi bu osmonda yolg'iz bir tashdek tushgan narsa emas. Uning nurg'un shakllari va yana qurultayninki ikki sepda oldi keyinda qancha yuzlagan aktiv sodiq odamlar va shu hamma buninglarga qo'yib turayotgan qavaydigan ishlar bor. Bularning o'zi albatta uncha chiqib Tumus bo'lmaydi endi vaqti kelgan chog'da. Endi biz bu yerga chiqib uni o'zi layoqatsiz bo'lmaydi, uni biz ishonmaymiz, millat ishonmasi kerak degan turgan chog'imizda endi o sukutga qanday qildi? Ular uniki eshiga tuzini ichib, sensi chiqib resimga tushib, yo'tallarda yetib, mehmon bo'lib yurgan odamlar balkim ular o sukutga bo'lmaydi, albatta bedelini ödesh kerak. O ikki gap bilan bo'lsin. Bu yerda biz necha yog'i ben bilmem neymiş ki Uygurlar arasında şu ameliyatını körüp durup zuvan kılıçtan kokulu adamda yaman köpçü Bakın sıraydı ki etrafımdaki adamlardan ayrılıp kalamam mı cemaatten ayrılıp kalamam mı deyip biz vatanda hem qapqar birimini Xitoy oppoq desa biz mecbur qabul qilib qolganda u yerda mecbur. Chunki qabul qilmasang kallangni oladi u yerda. Hamda mana erkin dunyoda yashab turib, biz Uyg'urlar shu vatandagi qulluq ideyamizni tugatamatimizda masalan bir shu qadar nohaqchilik yuz bersa, sukut qila olding degan gap sami noahli degan gap yani. Masalan deylik bu tulkining misollari nihoyat ko'p. Qo'li so'zlab berib qoldik. 100 adam 1000 odamni ta'sirlantirgan to'g'ri qo'yib Allohning da'vatini haqli so'zdan o'tib bo'lgan ish tursa oddiysi bir misol deyli. Bu qonunni o'tirga chiqarishga eng cho'ng to'pisi bo'lgan ilimiz shu Solih Xudoyevni mushu munofiqlar aylaqa bir Amerikadagi cho'ng bir yig'inda o'zimiz satlashdi, bu balani qatnashtirmadi. Mushu Aramzada, mushu terrorist qatnashsa biz qatnashmaymiz deb mushu tulkining atrofidagi Aramzada bo'ylab 5-6 Hamda o'zimizning ishida satlashish, o odat ish-ku. Xalqaro sahnada musatlashtirdi yani Uyg'urni. Buni yaxshi asl qo'ydim. Buning o'zini
bir kommunistlar nimasiga qurbonlik uchragan qurbonlar degan bir yig'in ekan ku. Kommunistlarniki zarbaga uchragan qahramonlar degan bir yig'in ekan. Bunga endi Vankatib taklif bilan qatnashdi ekan. Shu Vankatib o'tirib qo'ygan gap. Agar Salih Xudoyorov kirdigan bo'lsa, men o'z yig'inga bormayman deb rad qilgan. Endi Vankatib shu yig'inninki mukofotni olgan bir odam, u oldingi 2013-yillarda bir mukofot olgan bu. Shu yig'inni ochilganlar ta'sis qilgan bir mukofot nimasi ekan, organ ekan. Shu organninki uyushtirgan yig'ini. Ular andikin bu Uyg'urlarniki shunday qilib pilokarlik qilib faoliyat qilayotgan gözü ko'ringan odamlarni chaqiramiz deb Salihni shu qatorda chaqirgan ekan mehmon sifatida. Ammo Vankatovning o'zi rasmiy shu yig'inninki qatnashchilari qatorida bordi endi bu. Ammo Salih mehmon sifatida borgan gap. Vankatov chiqqandan keyin norozilik bildiribdi. Ya men Salih degan odam kelsa, men o yig'inga bormayman deb aytgandan keyin o yig'inni uyushtirganlar qo'yib, andan keyin Salih qapilman. Bu yig'inni asosliq shu uyushtirgan bizniki hay'at, guruhning organizatsiyaning ichidan mukofot olgan kishilar asosli qatnashgan bir yig'in. Siz bo'lsangiz mehmon sifatida qatnashdingiz, so'nglashqa biz endi sizniki kelishingizni qarshi olamaymiz deganda ifodani bildirgan gap. Endi bu elki biz liderimiz deb yurgan millatdoshlar deydigan, o'qimaganlar lider deydi, u isyonchi munofiqning o'zi endi mana aytgan chog'da. Demak, endi mushundaq bir jankash qilgan narsa. Endi o'zimizda tillasak, bosh yersak, nima kelsak o'zimizga ish. Ammo buni chiqib, endi o Salih o yig'inga qatnashsa, nima qilgan chog'da Salih o yig'inga qatnashibdi deb resim tushib ketsa, uni danqi chiqib ketib, o'shanlik bo'lgan narsa. Belki Xitoy bor-ku, Xitoy shunda qo'rqinchoq. Xitoy degandan-ki dunyoning necha qatim tüptüz patlayık atom bombası var. Vay milyonlagan asker var deb cho'ng ko'rikli odamlar. Bak turib Xitoy moshada o'tirib sen bilan bizning qo'rqidi, ansiraydi. Shunda qo'rqinchoq narsa. Buning xarakterimi dal Xitoyga o'xshash qo'rqinchoq bir narsa. Salihda kashada belki 4 odam yaxshi bola desa, 6 odam uni askiga tarsa deb manda qaraydigan bir bolaning o'zi ash yig'inga kirib bir qatam ashada o'ltirib, resimga tushib ketib qolsa, resmi sirtga chiqib ketib qolsa, uning danqich ketib, qo'rqib ketib, ana rad qilgan narsa akilmi so'ng yig'inga deb. Mushuncha darajadagi puchak narsa endi. Boşuna demek ki mentorundaysa. Endiylikte hasat qilgan nari var. Bularning munofiqlik hasat qilamiz mı? Bularning Uyg'urlarga shularga to'sqinlik qilayotgan hasat qilamiz mı? Uyg'ur inson haqlari qonuni ma'qulligi 10 yil to'sqinlik qilganlarning qilgan shu xoinlikka to'sqinlik qilamiz mı? Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi, avtonomiya uchun kurash qilyapti degan shu xoinona sizga hasat qilamiz mı biz? Nimasi hasat qilamiz? Biz nafratlanamiz turmiz yuziga. Mushlik bir ish endi. To'g'ri. Ben andaq yazmalarga masala kelgan vaqtning o'zida qarindoshlar, men endi ko'z qarashim bundaq, nimishqa desa, men o'zimni zaten shu tashqi dunyoning o'zida shu kommunistik partiyaning ichida yashayotgandek his qilaman endi. Bular endi qalqon qilib ham yerga qurib undaq qilgan. Yana birisi bular jamoat fikr deganni yaxshi biladi bularchi. Masalan, bir odam to'g'ri fikr qilgan bo'lsa, buningga bir necha odamlar kirib o'zining qarshi fikrini yozsa, bizning qilayotgan to'g'ri fikrimizniki qimmat darajasini tushirdi-chu, buni yaxshi bildi. Men shuni yozayotgan odamlarning chiroyli bo'lmaganiki bu qanday odam deb shu hamola telefonimni yozaman-da, ashaqqa yoziblar. Andaq bo'lgan bo'lsa, sen bilan 100 paranglashib, shuni chiqib men 2 yildan birisi mush qarshi fikr yozayotgan odamning ya ikkisi bilan yuzlashdim, ya 3 bilan yuzlashdim, unda ortiq emas. Shuni xiljiq manbalarini surishtirsak, surishtirsak, men ba'zilar uchur qaytirib turib dedi, maxsus shu sening hozirgi yozma ahvollaringni bir rasmiy yolg'on bilmayman, ammo men buni ishonmayman degan ba'zilar. Bu masalan Beijingda o'ltiribman, Urumchida o'ltiribman, shundaq tashviqot ishlarini kuzib o'ltira oladi deydi-ku ular. Kuzib o'ltirib, ma fikr chiqqandan keyin andaq bo'lsa ma fikrni, ma shaklimizni og'dirmizda o'tirib, bu kompyuter orqali, uchur orqali bizning shundaq fikrlarga bu qarshi fikrlarni berdi ekan. Men rasmiy yolg'onda o'tirib, bu jonliq odam bo'lib qolsa, bir so'zlashib boqaymi shunda hammasi ayni telefonini qoldirib, hech qanday
ya chiroyi bo'lmagan, ya tuzuk bir adreslari bo'lmagan odamning hammalari bu ishlarga hech qanday qilib javob, hatto messenger kirib yezib baqsaqmi unda o'tirib hech qanday uchur yo'q. Ham demakchi o'g'lim bu yerda tashqi dunyodagi da'voni menimcha bo'lgan vaqtimizda bu ichkirdan, bu tashqirdan bu tang kontrol qilayotgan ishlar deb o'ylayman kommunistik. Shunda bo'lgandan keyin ma maslik kelgan vaqtimizda millatimiz ashunda qarab muomala qilsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ayniki bundaq insonlarga biz yana takror tushuntirsak ularning qonunni yo'shirib qo'ygani rost. Qonun yo'shirilmagan bo'lsa 3 milliondan 5 milliongacha insonlarimiz jazo lagerida bo'lmaydi, bu rost. Bu yerdagi rost ahvollarni deyotgan ahvollardan yana bunday gapni yozganlik tabiiyki ayni bu uchur yoki bo'lmasa shuning advokatligini qilayotgan odamlarning atrofida chiqadi, yoki bo'lmasa Beyjingdan yoki bo'lmasa Urumchidan, bu uchdan boshqadan chiqmaydi deb o'ylayman. Undan boshqa men bu beshimda o'tgan bir ish shu biz silg'ayotgan shu munofiqlar o'zlari kirdik ashtanon bilan kirib bir qatam barqab qolganmiz. Shu birisini tanqid qilsak o'zi birisi bilan kiribdi. Uni bayqab qolgan birisi ayrim bir paranchik bo'ldi, shu o'zi kelgan bayqab qolib menga isbotni avat berganda hayron qoldim. Men shu qadar chakın insonlarga bular. Bizga aqimda parvo qilmagan, ay ularning gapini anglamayman deb qo'ydik-ku, yo'q. O'g'irlik kirib anglab qanday g'ayri ismlar bilan kirib abayqandak xatlarni yozar ekanda. Bundanlarmi bu arasida? Avam xalq sifatida yozadi-da, ala biladi onda ishlarning fikrini, avam xalqning fikrini, avam xalq sifatida ko'kirib etish ularning butun tutayotgan. Biz ayni vaqt gipon aralab ketdim, ayni vaqtida mo'y Solih Xudoyorni qo'llab chiqqan vaqtida ammo talab ketdik-da, bunda yaldan kelgan uchurlarni ko'rib. Yomon ko'pdi. Hozirgi aralda bizga besh qilib qoldi, ammo bundalar xilijaq yana shu ayron qolsa bu yana normal axlava odam ma'u qop-qora bir narsa deb bir qornasi ko'rsatsam, voy oq tursa nemish, qora deysa nemish, hasad qilsa degan saranglanmadi endi. Bu endi ularga bir intas ko'z yozishmi ortiqcha. Kompaniyani 5 dollar deb qo'ygan endi ularni. Endi mushu ishda, mushu ma'u tulkiniki muhimiyaga saylanib qolishniki, garchi u Uyg'urning ishig'i mas'ul emas. Xalqaro shu nima diniy erkinlik ishlariga mas'ul komissar degani bilan hammadan biladi, hamda shu Uyg'urlarning diniy jihatdan qattiq cheklanayotganligini ko'zda tutib turib, Tibetga o'xshash, Uyg'urga o'xshash odamlarning bu vazifa qo'yishimi bizning vaziyatimizning taqozosidan hamda. Mushta holatda buning roli bak cho'ng bo'ladi, bo'lib shu qonunning ijro qilish jihatida bu parlamentdagi odam bo'lgandan keyin uning roli alayda cho'ng bo'ldi. Ben bunu ko'rgandan keyin Avay mayliq raislaşning natijasini ko'rsatdim. Xalqimiz orasida ba'zi tashkilotning rahbarlariniki bir chaqiriq chiqarganligini ko'rdim yani. Amerikadagi bu insonlar bizga vakillik qilolmaydi, buni qilganlar xato deb shu Amerikadagi mushlarni tayinlaganlarga xat yozinglar deb chaqiriq chiqaribdi birlari. Uni hamda uning chaqirig'iga ergishib xalq xat yozdimi, yozmadi bilmayman, ammo u tayinlab bo'ldi bu Turkiya. Uni umum Uyg'urning ra'yiga qo'yib, kimni saylaysizlar deb qilgani yo'q, ammo Pelosi xonim o'z oldiga paynakdan so'rablar tayinlab qo'yibdi. Hamda Amerikadami, hamda Amerikaga men bordim, Amerikaga berib, men hayron qoldim. U parlament a'zolarining ishiga ang uchiqga. Masalan, bizning Norvegiya dunyodagi eng davlat bir demokratik davlatlarning birisi mumkin emas, tushib kiramaymiz. Oldin xat yozib, vaqt edib, bir oy 2 oydan keyin vaqtimiz aram boramiz. Ammo Amerikada ang uchiqga ba'zi parlament a'zolari agar muhim ish bo'lmasa, ishga oldiga welcome deb yozib qo'ygan, qarshaman deb yozib qo'ygan, unda welcome'ni ko'rsam, ishga chiqib kirsam bo'laverdi, ya'ni randevu olmaydi, ishga chiqib kirib assalomu alaykum, mening dadim bor deb. Bu qadar demokratiya masalan biz Yevropada ko'rmadik-da. Ben emas, Yevropa, Fransiya'dan bakın bir Fransız vattı. Hükümetinin işleri parlamentinden aralashtirgan birisiga shu yo'g'on bir og'zishlik qoldi. O'yin bo'ldi. O biz Fransiya demokratiyaning büşügi deb yuribdik. Demokratiya degan mayada emas bu deb hayron qoldi yani. Amerika yani mushundaq yaka ag'inlar. Mushundaq yerda ben cık sorunlardı buldum, cık paranlaştık. Türkiye'nin bulup aldığınızı çıkıp kaldı, sizlerge vekil olup kaldı desek, adashmış, Uygur'un için en çıraylık İngiliz sözleri gana şu. Adukat degini samandı bir ki, ötkendim deppadı o, banda aylık
Amerika'nın koşulduğunda dikkat kılma pütüşmüş kılıp tutsam bir advokatın tüpsü dümtüse dedi. Şu kadar cıkpırdı mı ki hem de. Bizim Leyla Naman degen advokat dedi, şoförlük pişiripti anlasam. Advokat şu kadar cıkpırdı mı ki hem de. Ama bu İngiliz yaxşı depla, şar sözlerdi depla bunu alıştırıp öptü de bu Amerika'daki vicdanlık ziyalilerimiz. Ama muşu boşanlığımızdan, muşu sel qarashlarımızdan muşu kunga qoldik qarindoshlarım. Muşu bizga avtonomiya kerak deb, nurg'un shehidlarning qiniga osiylik qilgan bir munofiq Uyg'urning zuvoni bo'lib qoldi hozir Amerikada. Hamda bu o'ylab baqinglar, butun xalqimiz seskindigan bir milliy munofiqning beqib olgan bolasi bu chet chiqishdan burun qanday chiqirdi? Masalan, men o'zim o'ylab baqdim. Men ayni vaqtda o'rta maktab bitirib biz Beyjingga o'qishga bormoqchi bo'ldik. Beyjingga o'qishga borgancha, shu Beyjingga o'qishga borgandan 20 balni yig'ib, avtonom rayondan bizga bir oy kurs ochdi. Nima qildi deganda, Beyjing nihoyatda sajrubariya, u yerda chet elliklar bor, diplomatlar bor. Bunda qarsizlar Xitoyga o'xshamagandan sen kim o deb sen bilan paranglashib qilishi mumkin. O chaqda davlatning bexatarligini saqlaysa, bizniki avtonom rayondagi mundaq ishlarni demaysa, ham bizga diqqat qilgan 30 moddalik bir narsani berganda, ya'ni biz chet elga chiqib o'tmaymiz. Beyjingga ketyapmiz Xitoyning poytaxtiga o'qishga. Shu bir Beyjingga borgan Uyg'urga 30 moddalik bir narsani yodlab o'shning rioya qiladigan Xitoy hukumati bir milliy munofiqning bolasini chet elga chiqargacha necha moddan tutqizgandi qo'liga? Yani bu şundan bir misal desek yeterli bo'ladi. Yani bu nimishqa Uyg'urning zuvonidan gaqmaydi deganda sabab bormi yerda? Biz o'g'illar burun deb o'tdik, bir munofiqni tanlashda 70 pushtini shalab chiqib Xitoyga hayotda tukanmagan alayimgan birsiniki bolasini taylaydi dedi-ku bu raskab. Bo'lib Uyg'urdek millatga. Demak, o'ylanlar, mushundaq bir maxluq hozir Uyg'urning ovozi qoldi Amerikada. Hamda Ag'illa abay degandek ba'zi tashkilotlar, ba'zi organlar mustaq Amerikadagilarga xat yozinglar, uni tushirasiz, biz degandek hamda bu menimcha aqmaydigan bir ish. Mushuning bir o'rni bormi sizlarcha bunday ish qilishni hozir? Endi bu o'ylaqi biz demokratik davlat yashayotimiz, odamlar o'ziniki xohlagan fikrni xohlagan bo'yicha qila oladigan. Yoki chat turdi degan gap bu Uyg'urcha gap, bu sat turdi degan gap-ku. Ajab sat turdi hamda o'z ichimiz botqa ishni chavimizni chiqib, munda qilsak sat turdi degan gap bu Uyg'urcha mahallaviy axloq masalasi. Qo'lsins yang ishi debtiki deb shu qo'lni yang ishiga siqib yurib, shuni ketgan qo'lni davolatmay, sesni qo'yib yuldiga ish chiqdi. Bu Uyg'urlarning o'ziki ichiga bekinma bir xarakteri. Endi biz demokratik davlatda yashayotgandan keyin, demokratik elda yashayotgandan keyin har bir odam o'zining xohlagan fikrini, xohlagan usul bo'yicha o'tirib qo'yalash erkinligi bor. Menimcha o'rinliq. Bu bizga vekillik qilolmaydi. Amerika o'zing kadr qilib ishlasang o'zingning ishi, ammo Uyg'urlarga ko'rik qilib, Uyg'urlarga panjara qilib, buning ko'zidan qarasang, biz buni qabul qilmaymiz deb albatta ifoda bildirish bu o'rinliq. Bu hargiz Uyg'urlar o'z ishini chekishtirib mandaq qildi deb haq nima deb qola degan nuqtadan tushunsak, buni toz yaxshi bo'lmaydi. Qanday degan chaqda o Uyg'urning adimi emas, bildiq o'zimiz. Uyg'urning adimi emas, qanday degan chaqda uni 30 yil vaqti konsendan. 30 yil beqib, 20 yil Amerikada o'qitib, buni yetishtirdi, har tarafni yetildi. Shunda bir o'ringa chiqqan chaqning o'zida muxbirning o'zi tasoddifiy ulardan gap so'rab qolgan chaqda Uyg'urlar avtonomiya kerak dedi, avtonomiya uchun kurash qildi dedi. Xitoyning 30 yil baqqan yoki yetdi, balkim uningga umr voyat sulolasini tatib baqsimi arziydigan gapni qilib berdi Xitoy uchun. Unda olganki Uyg'urning adimi emas. Uni o'zimizning adimini endi biz buni qabul qilmaymiz, bizning vakilimiz emas deb mandaq u yerga ifoda bildirsak, deb sat turamiki deb mandaq biz yuzchidan muomala qilsak bo'lmaydi. Bu birinchi demokratiya, ikkinchi siyosiy masala. Buning hargiz unda odatdagi mahallaviy pozitsiyani tutsak bo'lmaydi. Menimcha shu yaxshi chaqiriq
Bu bizga vakillik qilolmaydi u. Ya'ni o'rnini ep tashlayapti degan gap, u bir oqmaydigan gap. Chunki bu o'zining davlatning xizmatchisi u. Ammo Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi u. Buning degan gapi Uyg'urlarga vakolatchilik biz e'tirof qilmaymiz uni degan manda ifodani bildirish albatta bu yo'lliq ham zarur deb qarayman men. Mening fikrim shu, biz demokratik davlat bo'lgandan keyin biz bugun davlat qurimiz deyapmiz, necha million insonning jonini qutqizamiz deyapmiz. Shunga bizning milliy manfaatimizdan bo'lmaganlarni, bizning dushmanimiz tarafda bo'lganlarni o'zimizdan bu Uyg'ur deb turib sanasak bo'lmaydi, bu xatolik bo'lib chiqdi. O'zimizning millatiga, o'zimizning davlatchilik davoyimizga, o'layotgan xalqimizga selishtirgan chaqda xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham demokratik davlat bo'lgandan keyin sizlarning gapingizga qo'shilaman. Boya siz degandek bu Amerikaning odami siyosat bo'lsin bizga vakillik qilmaydi degan so'zlarni, fikrlarni yozsa, elib ep tashlatmaslik yoki boshqani qo'yish masalasi ikkinchi masala. Ammo mushundoq fikrlar tushgandan keyin shu kabinetdagi, shu o'rindagi insonlarni o'tirtirib bu masalaga diqqat qiladi. Uning xizmat ishlash uslubiga, xizmat fikrlariga diqqat qiladi deb o'ylayman mencha. Diqqat qilib, diqqat bilan muomala qilib, chunki bu Yevropa shundoq. Amerika menimcha %100 bayat deb o'tamiz. Undan ortiq demokratiya bo'lgan davlatda bu insonning ustidan fikr kelyotdi. Anda qolgan bo'lsa diqqat qilaylik, davotirib yuziga demagan taqdirdimi, uning ishlayotgan xizmatlarga, tutayotgan pozitsiyalarga har jihatdan diqqat qiladi deb o'ylayman. Meningki aniqki bu tabiiy foydali fikr. Bu bizning milliy manfaatimizdan bo'lmagan qonunni yushirib, shunday qilgan odamlarni biz Uyg'ur deb turib muomala qilsak, biz davlat qura olmaymiz. Necha million insonning joniga biz vakillik qila olmaymiz. Uning davoyisini qilmagan bo'lamiz. U zaten bizdan emas. Qachonki o'tirib bizning milliy manfaatimiz uchun haqiqiy xizmat qilgan vaqtimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu vaqtimizda ayrim masala. Maslakaga vaqtimizda bu bir Uyg'ur kiribdi deb o'tirib, millatimiz Uyg'urchilik muomalasini qilsa, bo'lmaydi. Birsi pasanda tojik bilib qolsa bo'ldi. Nima yomonlik qildi endi bu Uyg'ur degan millat. Bu pasanda tojikliga. Endi kisak o'tirib qaqshayman, men o'tirib voqea Uyg'ur Endi gapimni to'xtab qolay, bo'ldi, rahmat. Ben bu erken tilga olgan tojik to'g'riliq bayan bir videoni ko'rib hayron qoldim. Shu erken o'z ko'rinishimiz chiqiribdi. Bir Amerikadagi namoyishda birsi naq maydonda Bilal Ibrohim degan inimizga deb beryotdi. Ayni vaqtda Hasan Maqsumniki qanday bo'lib bombardimon qilinganligi, shu tojik bilan so'z tushiblar. Telefonning oxiri uzilmaydi, bomba tushganligi to'g'riliq yoqibdi. Uni anglab hayron qoldim. Bu Vallahi ben işlerde demigendim bu gapni deb beribdi. Bilal İbrahim inimiz bilan bir ko'rishib bir ahvolga kelsak bo'g'idek. Hamda bir xoinni, bir yılanni qo'ynimizga ap, u o'lab qolgan yılanni tirildirib, ertagin bizni chaqab olsa biz o'limiz. Buni bilamiz qarindoshlar. Shunga hozir millat yo'qolib ketyapti, bir xoin, munofiq, yuz xotir qiladigan davrmi hozir masalan. Ammo Amerikaga inkas qilish ishi kelganda men onu demek oğlum onu xalqning fikri deb uni o'rnidan olib tashlab o'tolmaydi. Ammo mana shu qiyinchimiz degandek, buningdan onun bilan hamkorlashish jarayonida bu agar Uyg'ur to'g'riliq bir gap so'z qilgan taqdirda bir qaror ilinadigan ishlarga kelganda diqqat qilishi zarur. Meni uchun muqarrar bo'ladi. Ya'ni Uyg'urdan mundaq sada qavatidi. Masalan, Abayqaylaqi Raysnashning natijasini avatib bersak, masalan, qara Uyg'ur xalqining 68%'de qo'llamaydi mani. Mushundaq adamni sen agar saylabsa tamam, balkim xalqaro ishlarga ishiltiman deyishing mumkin. Ammo Uyg'urning masalasi kelganda, buniki inkaslari, buniki fikrlarini %100 qo'llanib ketma deydiganga bo'lsa-mu, foydasi bo'ladi. Cho'qim ashlar bo'ladi. Shunga hamda men to'g'ri ko'rgan ashlar bir tashkilotning boshliqlari ashlar chaqiriq qilibdi, xat yozinglar Nancy Pelosi'ga qilib. Bizmi ancha-muncha nimiz o'chib qolgan, yo'limiz o'chib qolgan ekan, ancha-muncha bo'lsin inglizchamiz bo'lgan ekan, shu xat aloq tutsak bo'ldi ekan deyman. Bu muhim. Endi boya 68% bir narsa, endi ma'lumot bu nima bilanlar tugan bu Amerika shu xalqaro ishlarga ishiltiman deyish mumkin. Ammo Amerikadagi tashkilotlar bilan aloqa qilib bu ijro qilishlar bu qonunni. Shular bilan aloqa qilib nima qilamdi deganda men uchun bu shu notayin, chunki
Amerikadagi Uyg'urlarni shu niqotqanlari shu bir nechalarlar hamda birisi xalqimizning ovozi bilan ashta gaplar yetsa Amerikadagi shu siyosatchilarga diqqat qilish mumkin. Uningdan boshqa dunyoning hamma yerlarida faoliyat qilayotgan tashkilotlar oz emas. Uyg'urga vakillik qilamiz deydigan cho'ng nomlar bilan faoliyat qilayotgan tashkilotlar oz emas. Hem bu tashkilotlarning ahvoli qanday masalan bo'la deylik. Amerikadagi siyosatchilar bu tashkilotlar bilan aloqa qildi deylar. Hamda shu qonunni ijro qilish jarayonida buning natijasi qanday bo'lishi kerak, qanday bo'lishi mumkin deganda hem bu Amerikadan sirtidagi tashkilotlar ko'pincha shu o'rin tanlashi jon qayg'usida. Ya'ni men eng cho'ng meni markaz qilib ustqo'lni qurayli desa, yana birisi yo'q shu xalqning rayoati bo'yicha ustqo'lni qilamiz desa, yana birisi qopab 60 logoni chiqarib qo'yib, mana qurib olgan tursak bu ustunlik nima deysiz degan. Shunday ma'lumotdan ahvoldan buni Uyg'urlarni bilamdi deganda Amerikalik siyosatchilar obdan biladi mencha. Ammo bu tashkilotlarning ahvoli qanday deganda qarindoshlar xalqimiz bu jiq ishlardan shu tashkilotlardan umid kuchgachga har ishlardan shu tashkilotlarning oldiga yig'lab berib ko'nib qolgan. Bu yerda bugun bir narsani anglab qoldim to'g'rida. Bir ayol kishi hamda shu 5 yildan o'tgan amaliy misollar orqali bu tashkilotlardan bekli koyibdi. Bu hamda bir oddiy fuqaroniki yurak sadosiga gaplarimiz nihoyatda tabiiy chiqibdi. Buni bir qisqa bir anglab o'taylik, andan keyin so'zimni davom qilaman. Assalomu alaykum qarindoshlar, salomatmi? Mana asarlarni qaytarib keltirib Xitoyga. Mana tashkilotlar ham xush bo'ldingmi? Mana dərlikçilər ham xush bo'ldingmi? Endi gülgül qalib ichib ketgandi. Hemşirənin düşmən tutqan tashkilotlar dərlikçilər qo'sqinlar endi. Taximbek yayrab, taximbek sadi. Turkiyaga patmay, chet ellarga patmay yashab ketasizlar endi. Ularning qandaq ketish bilan, nim ketish bilan hisoblashmay, inson haqlari deb talab qilib o'tirib chiqamadinglar. Biz nurg'un yerliga bordik. İnsan haqlari deb talab qildi. Hozir terrorist, Daesh deganlar tugdi inson haqlari deb talab qilayli. Desak, ular shehid o'g'il ketgan, o'lab ketdi, shehid bo'ldi dedinglar. Ba'zi cho'ng tashkilotlar o'zinglarni xili bir nimdab chaqlayotgan tashkilotlarning oldiga biz bordik ayna. Agar sizlar shularni Xitoy qaytishga meningcha cho'ng tashkilotlar mayli nada bo'lsin cho'ng tashkilot uyabiyat qurgan partiya dernekchilik sababchi deb qarayman men. Chunki biror cho'ng tashkilot igi chiqmasa qanday ularni qutqazg'ili bo'ladi degan yali bor. Ammo biror tashkilotni oldiga nurg'un qatim yig'lab uyabiyaga mush ayollarni qaytarib qolsa biz vijdonimiz azoblanib qolar. Qaytarib qolsa apırıplı etmetmeydi. Adam kırpıdan çıkan iskenceler bilen öldürüp oturdu. Ne nariside kızlarımız var. Aynı şunda 13 yaş girgen kızların köz aldığında Xitayla açık gidip et ekip koyma bugün akşam bizden ayda kundu dep ekçik gidipti. Nem deyalaptı vatanda. Şu kadar kırgınçılıklarını, şu kadar iğir adamның tasavvur kılıp aklı qabul kılamaydıgan bir iğir derecede şunda bir besimli iskencelik kilivassa. Ama lekin müşahede teşkilatları biz tashkilotdan yamalmoqchi emasmiz. Ammo o'lib ketsanglar jannat bo'latdinglar. Mazlumga igi chiqqan bir davoyingda rostchil bo'latdinglar. Shu mazlumlar igi chiqdi deb bir rostchil davoda sizning yuz obro'yingiz ko'tarilib qoladi. Allohning oldida asla hurmating oshadi. Agar shularni qaytarib ketib qolsa, shu har qanday tashkilotlar oldigan noliq bosimi xiyoli kirib chiqmagan tashkilotlar nimroq bo'lib ketasizlar. Azoblanasizlarmi? Yo'q, azoblanmas. Xo'sh bo'lsizlar. Anam bo'lsa, ajab ketib qoldi deb xo'sh bo'ldigandeklar bildim. Agar xo'sh bo'ldigan ish bo'lsa, xo'sh bo'lmaydigan ish bo'lsa, chuqum shular uchun ozroq medrab baqatdi. Pul qayt berimiz deb baqdi. Pul berimiz desa million dollar pul kelsa pulni ashu yo'q bağımı berib ashu majburlab pul olmaymiz deganga pul verib uyabiyaga zo'rlab yurib pul verib ashu iqtisodiy bağlığını berib yo'qligini berib ungirish maylini berib ular ungirish maylini tashaga chiqib setib ashda qilib pulni tugitishga rozi bo'ldinglar. Lekin tashkilotlar sizlarga pul kelgan tashkilotlar. Ammo
Şularni birisini qaytishqa bir $5000 chiqim qilamadinglar. Halinglar voy. Halinglar voy. Şu aciz ayollarni qutuldirish qodir turg'iliq qutuldirishga harakat qilmagan har qanday tashkilot, har qanday odamlar Allohning la'natlari bo'lsin. Allohning minglab la'natlari bo'lsin. Ammo qo'ldan keldigan turiblik qutuldirmadi. Qo'ldan keldigan turiblik faqat harakat qilmadi. Faqat harakat qilmadi. Mening u acizinglim urug' tuqqanlarim yo'q u yerda. Faqat yo'q. Ammo Uyg'ur millatim bor. Uyg'ur millatim. Hozir bu ishlarni qo'yib, uningdan buningdan qo'rqmay inson haqlari deb talab qilgan deb og'zimizga sappasimi? Inson haqlari deb talab qilamidik ani. Talab qilib bir tashkilotni o'tirib chiqaramidik. Bir tashkilot o'tirib chiqmadi. Iqtisoddan asli chiqmadi. Bayonot e'lon qilishim asli chiqmadi. 4 odamga hattoki duo qilishim chiqmadi. Duo qilishim yorimadi asrlar to'g'riliq. Nurg'un duolar bo'ldi. Shu duoda Müşahede bütün Şarkı Türkistanlık Uygurlar dua kıldıkken depte bassak Uygurlar için emez. Uygurlar dua kıldı. Bir esir doğruluk, bir eğiz şu esirlerini kutkuzup belgeni ya Rabbim de Ramazan'da bir dua kılınmadı. Emmini bilgilik biz. Dua mı kılınmadı hatta ulağa. Onda kımana olay düşman emez. Bizden düşmanımız emez. Ama bizden eskerimiz bilsek, kalımız işlesek bizden Xitay tacavuzluk takabül durgan eskerimiz de bu. Şu zalim Xitay'a takabül durgan eskerimiz de. Şu eskerimizni qutuluş için midrapın bakmay. Aşı bütün başka milletini qutuldurup oldu. Türkiye mi Türkler için bir mi Türk koymaya çıkıp oldu. Siz onu yetvarsan özü çıkamaydı iken, mındaq teşkilatlar midrap, bir avazın olsun, zuvanın olsun, Allah bege zuvanın çıkırıp egen bolsanglar, aşlar kilav oğuydu. Hem de qaytırıp etip kep kalsa, Allah saxlasın, qattiq dua qıldı qaytırıpsın. Eğer bular qaytırıp etip kep kalsa, bütün teşkilat bulamdı, dernek bulamdı, ne olsun, xizmetin istifa verip Uygur davası kılman demek, bir tız aşı, bir yerde bir kalı vakamdı, koy vakamdı, yak kalı koyunu bakamaydı o hatta ki, bundaq bir İşkitatlar kuldan kelgen emellerini, işlerini kılamagan, beşini içi tıkıp yetip ağan, orunduk üstel talışıp atkan teşkilatlar, sizler, cangalık bir yerge berip, bir pata emdi, pata mı ödüsünü çıkarlasılar miken, ya onu mu çıkarmasılar miken emdi, iş kılıp, bütün hizmetlerini istifa etsene buldu. Uygur davası eğiz aşımızdan oldu. Eğizine kapat buldu şunun denkin. Eğer şulağa bir midrap avazını olsun çıkamayı, muştak sükut tuturvasanlar teşkilatlar. Hazır biz sizlerinin ağzını qaraşlığını bilimiz. Sizlerinin her qandaq teşkilatlarının ağızları qaravatımız. Qaçan muşlu əsir doğruluq bir eğizge qıp qala, qaçan əsir doğruluq zuvanı bir sürüp qala desek, şundaq küstek sürmedinler. Ama lekin biz şundaq küttük. Biz nurgun ehli ilim ölmalardan küttük. Ölmalar peygamberinin varisi, peygamberinin varisiyden küttük. Şu ümmetinin bir partisi bolgan, Uygur milletimizin bir partisi bolgan esirlerini qandaq jazalısa Türkiye ekenkin Türkiye jazalısın. Ular bir günahsız. Qandaq ketip qalsa ketdi, nim bop ketsi ketdi, kim aldap ekesi eketdi, onu sürüşt qılmay. Biz aşlarni qutqizishga harakat qilmasdi yo'q. Sen u yerga ketding, sen bu yerga ketding, u aldab aketdi, ketmangiz unmuding, uni talishirga vaqt emasdi. Alan qutqizdiga vaqtdi, hisob olishga vaqt emasdi. Hisobni Allah olsa bo'ladi. Elimi jiq hisob beryapti ular u yerda eslikda 3 yildan beri turib. Men akasi Turkiya jazolab bas Turkiyaning turmusi yatamdi. Qanday bo'lsin Turkiya jazolab basa, alani qo'yib bo'ladi. Ama lekin dadin yo'lni mengib qo'ygan ovozingni zuvanini surib qo'ygan sizlarni ishim qilmaydi. Men hech qachon tashkilotlarning boshlig'ini ayblamoqchi emasman. Ama lekin men shohid. Nurg'un yerga yol berib, yelinib bağanlarımız, nurg'un ayollar guruh bo'lib bağan yolvorishlarimiz bor bizning. Ayollar yol berib bordik. Bir şu milletimizni qutqizib qolaylik. Xitoy qaytirib ketib qolsa, biz azoblanib qolamiz deb borsak, xiyoli kirib chiqmay, Xitoy saxta so'roq qilgandek putni olmab o'ltiribdi. Odam bormi? Bir xiyoli kirib chiqmay bizga javob berdi. Ya unda qilish ketmaydi. Unda bu bir hemşerimizniki şu yaqında bo'layotgan hodisalarga qarata ichidan urg'ib chiqqan so'zlarki, bular hamda yaqin oyog'i Suriyada qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarni bo'lib ayollar bolalarni qutuldirish masalasida
az bo'lmagan tashkilotlarning oldiga yolvorib, yig'lab beribdiki, borgan holatida o tashkilotlarning atalmış boshliqlarning putini olmay qo'yib, bunaqa vatandagi Xitoy soqchilari tuvandagi xalqni sotlagandek, bularni sotlab ko'zga ilmagandek qilgan munosabatlar qarab, o'g'iz qaynab teshib, jiq so'zlabdi. Men bir 5 minut yerini anglatdim. Endi demakchi bo'lganim bu yerda qarindoshlar, endi Amerika agar shu qonun ishlarida shunday tashkilotlar bilan aloqa qilib qolsa, shu tashkilotning boshlig'i deb o'tganlarning ahvoli shu qarindoshlar. Masalan, Yevropada ama qurultay deganni jiq so'zlab ketdik, uni birim deyishning hojati yo'q. Bu sürgünlük hükümet degan bir narsa, hükümetin ma'musi bor degandek bormish, endi nima qotib bilmaymiz. Turkiyada desak, Turkiyada bir ikki cho'ng kuch bor endi. Birisi diyiga o'xshaydi qo'ygan bir ajnabiy bor. U kuniki qilayotgan ishlari endi ilgari deb o'tgandek, mana hozir men ayol degandek, shu putni olmoq turadigan narsa yo'qi. Vatandagi shu o'yjangda endi atrofidagi qo'lim qo'shnilarni qutuldirishdan boshqa bilmaydigan. Yana birisi bo'lsa, shu nada odamchi bo'lsa, qaysi ekronni jiqroq odam ko'rsa, shu ekronga chiqib, figur chiqarib so'zlashganlar amroq birisi endi. Bular masalan Amerika mushundaq tashkilotlar bilan aloqa qilib qoldimi deyli, shu qonunni ijro qilish jarayonida. Bulardan bir ish chiqishiga shaxsan mening ko'zim yetmaydi. Ve bularda ne sapa, ne irade, ne vicdan, bundan narsa yo'q-da. Çoğunlaşqa axir berib nimaga taqildi deganda, Amerikaga men o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Amerikada masalan men biladigan mendan yaxshi o'qigan diplom doktorlik unvonlari bor. Vicdan g'ururi kelganda mendanmi g'ururliqroq og'inalar bor. Ammo har turli sabablar tufayli kichikdan bir ishlarni bahona qilib o'tirib, shu yo'qolib ketayotgan mazlum millatimizning ishiga ozroqmi vaqt chiqarolmaydi ekan. Men ashlarga ichidaman. Shularga sado qilgim keladi, qarindoshlarim, bu hayot qisqali bir hayot, o'lib ketamiz atugin. Shu begunoh qirilib ketgan millating uchun ozroq bo'lsa-mu, boya qarindishimiz deb o'tgandek, ya'ni men tashkilot emas-ku, mening qo'limdan nima keladi emas. Senin qo'lingdan ajoyib ishlar keladi. Agar qo'l tiqib shu ishga atlansang, shunga men bu yerda bu chet eldagi Amerikaning sirtidagi tashkilotlar bilan aloqa qilib bir natija hosil qila oladi deganga ishonmayman. Chunki bularning chuluri Amerikada hamda masalan doktorimiz, ma'rif rejimi deymiz, hamsining chuluri Amerikada. Ularning beshi yana shu Turkiya. Ularning beshi vasi, hamma baqa tojik. Ama Abbas ailesi degan o'xshashlarga berib taqiladi. Shunga bu chet eldagi tashkilotlardan shaxsan men umid kutmayman, ammo Amerikadagi 10 ming Uyg'urning ichida 100 deyli 100 vijdonli erkak chiqsa, bu mening chalib qolmaydi, qo'shqin oshqolmaydi, ozroq vaqtingni ajratganingga, men millatingga qarindishim, ozroq vaqtingni ajratib qo'yishingni umid qilaman. Bizga o'xshash bundaq doktorlik qolib yo'q. Bundalarning harakat qilish yurganda sana o'xshash tilni yaxshi biladigan doktorlik unvoni va saviyasi biznikidan yuqori qarindoshlarimiz bu ishga qo'l tiqsa, natijasi alayda yaxshi bo'ldi. Shunga men bu yerda Amerikadagi qarindoshlarimga bir iltijo qilmoqchi. Qarindoshlarim, vijdoning ozroq bo'lsin, qaynasin, millatingga ishing og'risin. Amerika xalqi jinida millatingga ishi og'rib, munosabatsiz bir millatga bir qonun tuzib berdi. Endi shuni ijro qilish yo'lida bo'lsa-mu o'zbeklarni qo'shgan. Endi ag'inlar bu yerda bir masala bor, endi bu yil saylam yili bilasizlar. Bu Trump efendi prezident bo'lib dastlabki bir necha yil bu Xitoy bilan xeyli yaqin o'tgan. Mening do'stim, u yaqin do'stim deb og'zidan tushamaydi. Ben hürmetleyme onu deb, onu hürmetlep qolmay, Shimoliy Koreyadagi cho'shqinni hurmatlaydi-da bu adam. Onun bilan görüşüp quchoqlashib keldi bir yerda. Shunda bir mijoz bo'tdi. O'zi o'g'lida gambon adam, ammo bu diktatorlarga bo'lgan bir oshiqligi nereden kelgan tushunmadim. Ammo oxir kelganda Xitoyning virusi bilan Amerikada 100 mingdan ortiq adam o'ldi, Amerikaning iqtisodi cho'kdi. Shuning bilan prezident Trumpning arvoyi uçdi. Hozir diqqat qilsanglar, Trump'dan tortib Pompeo'gacha, Rubio'gacha uchiq oshkorlar Xitoyni, Xitoy CCP'ni yo'qtimiz deb uchiq oshkor da'vatidi. Mushu darajada dushmanlashdi. Ammo nihoyat afsuski bu ish endi avjiga chiqib, bu Xitoyni tasbih urib, ujuqtirib da'vatganda prezident saylim kelib qoldi.
Bu prezident saylama hamda Amerikada prezident saylamada ama iqtisodni bu prezident yaxshilay oldimi yo'qmi degan narsa bak muhim rol o'ynaydi ekan-ku. Bu prezident Trump chiqqandan keyin iqtisod dahshat yuksalgan. Yuksalib, bu iqtisodning yuksalishi ma paycheki bozor bilan ishbaldimda odat Amerikada. Dahshat o'sgandi. Ammo ma bir necha oylik Xitoy virusi sababli shu nereden boshlangan bo'lsa, o iqtisodning yuksalishi shu yerga olib ketdi. Bu olib ketganning sirtida 100 mingdan ortiq begunoh Amerikalik o'ldi. Shuning bilan prezident Trump marjon aralning ishini tilga oldi. Yıkılgan iki binanın New York'taki onu tilga oldi. Yani biz urushda deb e'lon qildi. Afsus, mushu saylam kelajili yoki 2 yildan keyin bo'lib qolgan bo'lsa, mening tasavvurimda pek yaxshi bo'ladi. Trump toza g'azab turgan mezgilda bütün kuchini mushu Xitoy CCP'ni yo'qotishga qaratgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Ammo o'ylamagan boyaqa iqtisodning cho'kishi, odam o'lishlariga qo'shilib, bir aynı zamanda bir Eğraya xotunning yo'g'on qo'sqog'i tapanch tanlab turib, bolansiliqqan bir zengi $20 saxta pulni ishlatib, chiqib tutulib qolgan qarshilik qilib, bir nafas olmay o'lib qolgan amaliyotda Amerika keyin bayqadiki, bu guning vasitiga Xitoy virusi bilan yuqumlangan demak bu. Xitoy virusi borki, oq chekidiki, oq chekibdiki shu kuni. Ham jini oz qolgan bir nimani oq tanlik nereden bir tızlap saldı boynuğa nefes alamadım da ölüp kap bu Prezident Trump'a çıkış derip verdi. Hem dikkat kısanlar ma şerefsizlik demokratçılar ma resimden göstereyim ma Nancy Pelosi digene bir 70 neçe yaşlık mumay. Arağlar ma buyunun jükünüşüge bir tızdılar jükünüp bu jükünüp oturup neçe değil 8 minut oturuptu. Muşunun hemmisi şu prezident Trump'ni yengish uchun yani saylandı. Bunun ularla qanday ma Trudeau'ga nima qo'ydi deyman Kanadadagi Trudeau. Kanadaning bosh ministri bugun tizilib o'tirdi. Hatta bu Amerikadan halqib o'tib Kanada, Angliyalar taqab hozir prezident Trump'ni millatchi rasist bu. Chunki prezident Trump yüklünüşke karşı çıktı. Yüklünmeymen dedi. Amerika bayrağının aldıda erkektek tik duruşun gerek dedi. Ve yüklünmeymen red kıldı. Şunu olan ma karşıdakiler demokratçılar muşunu mu kuzup götürüp çıkıp karılarının avazını kol getirişinde onu rasist, iqtisodni chekindirib etdi, virusni kontrol qilolmadi, 100 mingdan ortiq Amerikalikning o'lishiga sabab bo'ldi deb hozir prezident Trumpning ahvoli haqiqatan ig'ir. Yani CNN'ning bo'lsin, boshqa Polning bo'lsin, raisinishi qaraganda hozir Biden degan qo'yning olsa, ayni vaqtdagi Obama degan qarniki muavin prezidenti bu. Obamaning davri biz Uyg'urlarga nisbatan eng qorong'u bir davr. 8 yil ichida bu Qarabay Uyg'ur degan gapni qilib boqmagan bu Qarabay bu. Aşı butunlay Xitoyga do'ng qo'ygan Qarabay ashuniki muavini hozir bu xalqning raisinishi 50%dan ortiq holatda. İnşallah Amerika xalqi o'yg'ina, kimning erkak, kimning hazligini bila, yana Trumpni saylab qolar. Ammo bu hozirgi vaziyatda hozir bugun saylan bo'lsa, bugun Biden yengildi da'vatida hamda xalq raisinishi. Hamda şu saylamda tasodifiy bir o'zgarish bo'lib qolsa, sizlarcha şu qonunning ijrosiga ta'sir bo'ladimi? Ta'sir bo'lishi mumkin. Yani bu oydaki nemedeki asas hakimiyet peşindeki yani kanun ve hakaza işlerinin özde asasen icra etmemizi hükümet münasebetli bulduğun gibi. Hükümet qaysi partiyanın kuldu bolsa, taşqi siyasetini şu partiye asas yetekleydi. Uruş kılgan işi olsun asaslık şu hakimiyet peşindeki partiye iqtisadi məsələlərini şu hakimiyyət birlik partiya yetekləydiğən gəb. Bu qətimki Trump'ın dövrüdə Xitayğa 25% tamuji beji cəzası qoyuş, Avropağa alyomin və tümür teşək nimələrə 25%-dən 8%-gəcə baş qoyuş deyən bu siyasətin əmini hakimiyyət birlikdəki Cumhuriyyətçilər Partiyasının icra qılıb atqanlığını görüb atımız. Eğer şu
nimede belki ichki siyosatlarning o'zida ma'lum jihatdan muxolifatchi o'qitishi partiyalar to'sqinlik qilish orqali xilq fikr qo'zg'ash orqali ma'lum ishlarni o'qitish partiyalar bir taraf qila olishimi, ammo tashqi siyosatlarda ko'pincha hokimiyat beshlik partiyalar bezirgan gapga. Endi bu Uyg'ur qonuni masalasi Amerikaningki, bunda aytgan chog'da tashqi siyosat masalasi bu. Amerikaning ichki siyosatiga yotgan qonun emas. Tashqi siyosat bo'lgandan keyin agar Cumhuriyetçiler Partisi hokimiyat beshidan tushib ketib qolsa, endi bular faqat sen Uyg'urningki masalasi to'g'risida bir ish qilmamsa deb o'qitishlar qatorida demokratchilar rahbarligidagi bu hukumatni albatta qistaydi ular. Meni ma qonunning o'zini o'z vaqtida Demokratchilar Partisi, Cumhuriyetçiler Partisi o'rtaq birdek 100% bilan ovoz berib ma'qullagan qonun bu. Endi sen demokratchilarning ovoziga ega bo'lish bo'lmasa, o'zining partiyasining ovoziga ega bo'lib bu qonunni ijro qilib qo'yishing kerak deb albatta o'qitishlar sepilib bo'lib turib, Cumhuriyetçiler Partisiningki muhim vakillari, millat vakillari buni albatta qistishi mumkin. Aqsini so'ylab, ularda o'qitish qilib qilishi mumkin. Ama icraat yanında hokimiyat beshlik partiyaning qo'li bo'ldi. Buni hamda biz uchun bir qorong'u davri, yerim qorong'u davri ish bo'lmasa, kelib qoladi deb qarashga bo'ldi buni. Kelsan chiqanda ola? Men o'zimningki bu avval keyingi tushuntirishni berishdan avval ben Trump efendimni ben %100 yengidi deb o'ylayman. Bu meningki shaxsiy fikrim. O'zimga vakillik qildi. Nimishqa degan vaqtning o'zida endi Trump efendim g'alaba qildi bu qatimki saylan bo'lsin. Yeni bir ish Xitoy bilan bo'lgan har qanday ishninki mening tushunchamcha bo'lgan vaqtning o'zida bu nima uchun deb o'tirib men bir siyosatchi emas, faylasuf emas. Buni o'tirib men bu yerda o'tirib necha soat o'tirib yashmayman. Bu mening formula shaklidagi so'zim. Xitoy bilan bo'lgan har qanday ish meningcha bo'lgan vaqtning o'zida saylandan burun bo'ladi. Nurg'un ishlar asosan tamomlandi deb o'ylayman. Mayli qanday ish bo'lsin. Endi bu yerdagidak endi masalan nima uchun desak, men qarindoshlarimga sizlar yaxshi tushunasizlar, nima uchun men o'tirib kechgacha bu globalizm bilan nasionalizmni tushuntirishga tirishaman degan vaqtimizda naq bir tipik misollashish. Men Facebook'imga yozdim. Amerikada boshlangan bir kichik bir namoyish 65 davlatga taqalsa, men hech bir zaman hayron qolmayman. Chunki 65 davlat Xitoyga ergashgan g'olchilar dedim men buni. Bu yerda gap shu qaysi degan vaqtning o'zida mush Amerikaning masalan oldin qata sen bir jasorat televizor programmani qo'yding, Steve Bannon efendimning so'zlagan so'zda Henry Kissingerga aytib qattiq so'zlaydi-ku. Ashunda sizlar Amerikani mush o'ltirdigan holatga sizlar akeldinglar deydi. Demakki bu endi buning jarayonlarini boshqa siyosatchilarimiz hamma so'zlaydi. Bu yerda Xitoyni bir qarmoqqa kuchlikda ko'zitish orqali Xitoymi bor endi. Amerikaning ichidagi va Amerikaning teshida bo'lgan bir turkum boylar mush orqali Amerikani yiqitidigan yo'lga qarab mangdi desak xato bo'lmaydi endi. Nimishqa desa, korxonalarning hammasini Xitoyga berib olishi. Hamma davlatlardagi. Hatto mana shunday virus mazgil chiqqan chaqda o'zlariga o'tirib, mana Norvegiyadan top Yevropada maska topolmaydigan holatga kelib qolgan. Endi Trump efendim mushundaq eng hal qilg'ich vaqtning o'zida o'tirg'a chiqib, o'zi bir patriot, nasionalizmchi, o'zi bir endi vatanparvar inson, Amerikadagi vatanparvar insonlarni uyg'otib bu yerda Amerika avval biz bo'lishimiz kerak. Chunki Amerikada neft bor, yer maydon bor, emgak kuchi bor, hamma narsa bor. Bundaq bir holatda bir Xitoydek bir kuchga bog'lanib qilish orqali hamma narsamizni bunga topshirsak bo'lmaydi degan vaqtning o'zida bu masala aniqki Steve Bannon efendimninki Wall Street'ning qaqshiga yerlar bor. Demak, Wall Street qarsak bu boylarning ko'chasi u yerda Xitoylar bor. Bu yerda ashlarga bo'lgan noroziligini ifodalaydi. Bu vatanparvar insonlar. Bu vatanparvar insonlar endi bu yerdan korxonalarni 500 milliard savdosi bor ekan. Shunning yarmilarini boshqa davlatga taqitib qolganini o'zimizning davlat ichida Amerikada texnika bor,
ilim fan xodimlari bor, bütün texnikalarning hammasi bor. Nima uchun o'zimizda bor narsalarni Xitoyga olib borib, bu yerda Xitoyga buni tutqazgandan o'zimiz qilamiz deganga, bu yerda ichidagi bir qism foydalib ko'ngan bu shaxslar hozir qadar Xitoydan korxonalarini ochib ketmay, yanada ostirdan Xitoylar bilan hamkorlashish orqali yanada Donald Trump efendimni taxtdan tushirayotgan ahvol ostida biz yanada shu eski Xitoyni markaz qilgan globalizmlik shaklini rivojlantirish orqali yana ko'p naf foyda ola olamiz deb o'ylaydi. Endi bu yerda shirkat Amerikaga kelganda qanday bo'ladi desa, albatta Xitoydagiga o'xshamaydi-ki, ular bojda cho'qim joyda boj topshirish kerak. Bu masala mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chog'da xato bo'lib qolsa, Amerikadagi siyosiy amaldorlar anglaganlar bo'lsa, kechirsin, bularning manfaatiga taqildi bo'libmi boj masalasida. Chunki Amerikada boj muhim. Buni cho'qim mush bo'yicha topshirish kerak. Xitoyda bo'lgan vaqtimizda u kommunistik davlat. U o'ltirib bojni qanchalik topshirib, qanday ishlari bilan albatta u yerda oladigan foydasi bo'lgandan keyin bu yerdagi jidal majra oshnodan bo'layotdi. Shuning uchun bu yerdan qadar heliqi olaydan o'ltirib, iminna shu dal shunday vaqtida chiqib bu heliqi bu yerdan xonimlar, amaldorlarning olaydan tizilib o'ltirib bunda qilganligi u yerda bu heliqi Donald Trump efendimga biz xalq tarafda deyish orqali bu yerdagi jamoat fikrdan uftirishni o'ylayotgan ish endi. Ham menimki buni kelgan chog'ning o'zida Amerika Trump efendim shu hozirgi qo'llayotgan mush boshdan o'zini qo'llayotgan antifa terrorist tashkilotlar, ya'ni kommunizmchilar bo'lgandan keyin ham bular oshkora qo'llayotdi. Qo'llagandan keyin endi bular hozir yaqinda olsak ma'lum bir ko'chini bir yerlarni egallabdi deydi. Andaq bo'lgankan bular to'g'ri bo'lgan bir kuchni qo'llamadi degan gap chiqdi endi. Andaq bo'lgankan menimcha yo'g'ilib o'ltirib, eng oxiri o'ltirib, haqiqiy bir ma'nodagi demokratik kuchlar bo'lsa, Amerika albatta qo'llaydi. Hozir chiqayotgan kuchning xarakteri tipik yalqin namoyish emas, bulang-talang xarakterdagi. Andaq terroristlik shakldagi andaq bo'lgandan keyin menimcha bo'lgan vaqtida mushu namoyishni qo'llayotgan tizlanganlar adolat oldida, Amerikadagi qonun oldida utirib qo'ydi deb o'ylayman. Yana birisi mushuni bu ilgirki globalizmchilarning qurib olgan mediasi bakchiq ko'ptirdi ekan buni. Chiqayotgan namoyishlarga qarasa bir yerda o'tirib necha 10 ming odam emas. 100-200 ni takror berish orqali, uni so'zlash orqali bu yerdagi medianing kuchi Donald Trump efendimga qarshi qo'llanayotgan kuchlar bor endi. Demak bu yerda Kanadadagi o shaxs efendimning tizilinishi balkim xalq bo'lgan hurmatidir. Chunki Amerika, Yevropa davlatlari bu erkchilik ishlariga zaten biz qarshi deb qaraydi endi. Endi lekin bu yerda yana aytgan vaqtning o'zida mening tushuncham shu hozir to'liq globalizm bilan nasionalizm o'tirisidagi bu ziddiyatlar hal bo'lmadi. Buning yo'qolganligining tipik ifodasi bu yerda kommunistik partiya chuqur yo'qolishi kerak. Yo'qolgan vaqtning o'zida andin buniki shu dunyoni atizm bilan boshqaradigan, hech qanday din bo'lmaydigan, zaten Uyg'urlarning shuning uchun dindan chiqyapti-ku, butun ishlarni qilayotgan ish shu. Ham shunday bir zaten Xitoyga o'xshashli dunyoni boshqaradigan bir sistem cho'kkan vaqtning o'zida andin bu ishniki natijasini to'liq ko'ra olamiz deb o'ylayman. Demak, men bu yerda mediada ko'rsatayotgan ishlarda mesela aynı vaqtning o'zida Hillary Clinton bilan shu Donald Trump efendim saylanga chiqqan vaqtning o'zida Amerika, Yevropaning o'zida hammamiz o'tirib, o Hillary Clinton g'alaba qildi ekan, Amerikada tunji prezident, ayol prezident Hillary Clinton bo'ldi ekan dedik. Keyin amaliyotni hammasini surishtirib kelsak, bu natija Trump efendim chiqdi. Demakki bu yerda media shu ya'ni globalizmchilarning beshi bo'lgan Hillary Clinton xonimni taxtga chiqarishni orzu qilgan ekan. Shu tufaylidan butun medialar ashnaqa da'vat qilish orqali ashunda qilgan ekan. Ammo Trump efendim bu yerda Twitterda naq faktlik uchurlarni yozish orqali, Twitterni jiq qo'llanish orqali endi bu yerda xalqda bir saylovda natija qozongan ekan. Demak, cho'g'ini bu yerda Trump efendim utib chiqdi deyishimdiki sabablarimni men bir necha nuqtadan tushuntirmay, yana birisi Xitoydagi bir siyosiy kuchga
Mushundaq bir vahshiy kuchga qarshi jang e'lon qiladigan Barack Obama'dek, Hillary Clinton'dek mezni ezib o'tiradigan odam bo'lmaydi. Trump efendimdek ham siyosatni bildigan, ham tijoratni bildigan, bayatga o'xshash Xi Jinpingni mening do'stim deb qo'yib o'tirib, naqs ish qila oladigan ashundaq bir usta odamlar bo'lgan vaqtida hozirgidek Xitoyda hamda 1971-yilga akeldi deydi. Ashundaq ish. Shuning uchun ma'niligi Trump efendim tushib ketgandan keyin qanaq bo'ldi degan masalalarni men muzokara qilmayman, mening tushuncham uchun. Rahmat. Rahmat. Menimcha inshaalloh Trump akamiz yengib chiqar, chunki bu Trump akamiz o'tgan qatimmi haqiqatan ayol xotinni yengdi deb hammasi o'tgan chog'da bu odam ishqib bu bakarni chiqargan Trump akam emas, bu Amerikadan qattiq tegib birisi bu. Bunun üstüne Amerika'daki qarlarımız şu 13% atrafındaki ahalisi. Hem de bu demokratçılarındaki şu 13%'ni qo'lga keltirish uchun 70 yaş momayni 8 minut tizlandirib o'tirishi ham bu sharafsiz siyosatchilar qilgan ish. Hem de sen tizlanish orqali emas, amaliy siyosatdan xalqqa naf akab beradigan haqiqiy amaliyating bilan uni keltira olsang, andan keyin tuzlanish emas, bunday sam qo'llash mumkin seni. Ama bu hakikaten Amerika'daki saylamını bir müddet bulmaydı ki bayka misali ama erken degandek hammasi Hillary yengildi deb o'tganda Trump akamiz yengib chiqdi ku. İnşallah bu qator Trump akamiz yenger. Agar Trump akamiz yengib qolsa, Xitoy shu keyingi 4 yil ichida yo'qolib ketadi menimcha. Xitoy CCP'si yo'qolib ketadi. Hem de o Trump akamiz tasodifiy deyli, tasodifiy yengilib qolgan holatdami, bu yilning oxiri kelar yil birinchi og'ush o'tirdi shu vaqtdami, şu icra qilgan siyosatlarni tas qatorasiga icra qilib o'tib, ma'nusimi Xitoyni o'lim holat olib qo'yish mumkin. O chog'da bu demokratchilar chiqib, yana o Xitoyni yana yolg'ilib tirildiramdi, Amerika xalqim sarang emasdi. Ishki urushni qilib elishi biz 100 ming odam qurbon bergan bir davlat, dunyoning xo'jayini bo'lgan Amerika hargiz kechirmaydi menimcha Xitoyni, hargiz kechirmaydi. Ama inşallah Xitoyniki kuni az qoldi. Onunga qo'shilib Trump akamiz yengib chiqsa, biz uchun bayram bo'ladi inşallah kelajakda. Ham Amerikadagi qarindoshlarimizmi, vatandosh o'g'illar cho'qim hammasi Trump akamizga ovoz berdi deb o'ylayman. Ham deganimda, mana bu qonunniki biz tasdiqlanib bo'ldi, yo'l qo'yilib bo'ldi deb so'zlab bir yakundan chiqardik. Uni muqarrar bir ish. Bundan keyin ham qonun to'g'risida agar lozim bo'lsa, yana so'z qilamiz, bo'lmasa yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Bugun asosiy nuqtalarni yo'ritib berdik. Bugun yana 2 soat ortiq vaqtlarni olibman, qarindoshlarim. Aldirab, yerib yetib bir yerdan kelgandim, shunda avar qilmaslarni pat-pat. Rahmat chiqinglarga, vaqt chiqarib program qatnashib berganinglarga. Oxirida Jasarat 1 minut bu programmani masalan qonun to'g'riliq jiq programma, jiq so'zladik. Millatimiz buning muhimligini yaxshi tushunadi deb o'ylab muzokara qildik deb o'ylayman. Mening eng oxirida vatandoshlarimdan kutadiganimiz bu qonun masalasiga bak tasdiq erishdik bu fursatlarga. Shuning uchun buning ijroat masalasi kelgan vaqtning o'zida millatimiz yana diqqatimizni shu qonunga yana beraylik demoqchi. Mening tushunchimcha bo'lgan chaqda bizning milliy mustaqilligimizning asosi mush qonundan boshlandi deb qarayman. Chunki Chinchvangudek bir amaldorlarning Magnitsky qonuni bo'lsin, qaysi qonuni bo'yicha xuddi men buni Darfur masalasiga o'xshatdim. Bu bizning mustaqilligimizningki dastlabki bosqichi, ham ijroat bosqichi. Shuning uchun millatimiz, xalqimiz mush qonunni söylashni har doim yodidan chiqarib qo'yamiz ekan deyman. Bundan keyin jiq suhbat bo'lib bo'lmasaqmi qonun haqida men bu ko'nglimdagi gapni devolay deb o'yladim. Rahmat sizlarga. Mening gapim tugadi. Abdulimjon qo'shimcha xudo so'zing bormi? Rahmat, erkin yaxshi so'zladi. Bulupmu Amerika'daki qarindoshlar rahbarlar qilyapti, tanlıq shaxslar qilyapti deb o'ltirmay, har bir qarindoshlar o'zi hech bo'lmasa o'ziniki vatandagi ota-onasi va urug' tuqqanlarininki jazo tatbiqotganligini qisasini erish uchun bo'lsa, mush qonun ijroati orqasida turib, mustahkam turib bir kuch chiqarishini orzu qilaman, tilab qilaman. Rahmat. Rahmat. Rahmat qarindoshlarim, oxiri yana bir qatim rahmat aytaman. Program qatnashib berganlarga sizlarni Allohga topshirdik. Yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar.
Hayır, Allah'a emanet. Rahmet. Emanet. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse cıraktı. Seviniştiğinizi taşar kırmaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Seviniştiğinizi taşar kırmaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm Hıyallar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var aman. Bağrınga gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrınga gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlem. Vatanim osminidan kimikimda. Kuşlarga qaray men nimadur özlem. Vatanim osminidan her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim bana. Ben seni şu kadar sevindim bana. Ey rahmet.